Assalamu alaikum. Dünyanın her karşıları yaşayan muhterem vatandaşlar. Hammalarga Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Bidayla ikrana hoş geldiniz. Muhterem vatandaşlar, bugün dağıtanlarga Mevlam Yasin Akın'ın taqdim qilishida Amerika'nın tashqi ishlar aloqasi alaqadar. Yani Xitoy, Amerika, Yevropa munosabatlarining 2022 yilidagi oxirgi bo'ligi va 2023 yilga qadar bir orqaga bir nazar oldimizga bir faraz shaklida bir program taqdim qilamiz. Xabarimda bo'lgandek, Mevlam Akın'nki alohida taqdim qilishda ixlosi, ajr so'ndirishlari, mehnatlari bilan hammalarni rozi qilib kelayotgan ziyolilarimizdan ekranimizda Mevlam Akın. Assalomu alaykum, hurmatli Mevlam Akın, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turamsiz? Yaxshi. O'zingiz salomat jamiyatdingiz? Alhamdulillah. Amag'aysiz, uzun bo'lib ketdi. Ko'rishimizda ko'rishib qolmay qoldik. Safarlarni qildingiz, safar xotirlarini anglaymiz dedik, ammo haqiqatan vatandoshlarimizning orasida vangchong pasaymadi. Ko'ngil chilishib o'tirib, balmog'lig'anga fursat imkonlar yor bermay, kun sari kun tartibda yangi g'alati narsalar paydo bo'lib, duch kelayotgan real qismatlarimizdan yangilik izlab tifirlashlarimiz o'xshamagan natijalar bilan oldimiz chiqyapti. Xo'sh, men gapni uzatmay, bugun sizning taqdim qilishingizda Amerika, Yevropa, Xitoy orasidagi munosabatlarni bir anglaylik. Marhamat. Aldıdan Allah hammanglardan bir işte apo so'rab o'tib ketay. Men umroh, inglizcha ishladaydi ekan. Shu berib kelib, yangi yildan bir zukam bo'lib ketdi oyil bo'yicha. O zukamdan saqaydim, o'taldi xaba. Shuning uchun so'zlash jarayonida o'tilab ketishi mumkin, qay vaqtda qattiqroq o'tirab qilishi mumkin. Oldida Allah hammanglardan bu to'g'ri apo so'rab oldi. Buni ko'rganlar. Ikkinchi, mayli reporter emas, bir xabar beruvchi emas. Hozir xabar beradigan yerlar to'lig'i, masalan, Istiqlol bor, Erkin Osiyo radio stansiyasi, Zumrat davr kundulik Xitoyda bo'layotgan ishlarni beryotdi. Soliq Xudoyarning hukumatimi birni beryotdi. Dunyo Uyg'ur qo'mitasi nurg'un hozir Erkin Sidiqning mamlakatdan kelgan xabarlarda birimlarni berdi. Hozir bunda xabar berganlar men xabar beruvchi emas. Men obzorchi, men shu miyatki masalalarni statistik tarafdan analiz qilib, shu bir yakun shaklda so'zlar. Shuning uchun mayli nurg'un xabar beruvchi, inglizcha reporter deydi. Men reporter emas. Mencha shuni deb qo'y. Men bu jarayonda nurg'un birimlar so'zlab analiz qilib, mushu bir program tayyorlab, endi bu tayyorlash jarayonida bo'libmi bizningki hozir Amerika, Xitoy, Yevropa bu munosabatninki analiz xarakterida to'g'rilarda so'zlagan so'zlar nihoyat oz. Gayla manda so'zlagan bo'lsa-mi, manda sijoq o'tib qo'ydi. Elaqi Xitoycha chin-chindan shunday chekatga suvni ishgandek degandek manda takkuz qo'ydi, cho'nqurlab kirish yo'q. Chunki buni cho'nqurlab kirishda shu uch davlatlar o'rtasidagi iqtisodni cho'nqur bo'libmi iqtisodiy munosabatni cho'nqur analiz qilish keldi. Statistikalarni birlashtirish keldi. Yakunlash to'g'ri keldi bularni. Shuning uchun buningga zo'r energiya ketadi. Men mana yangi yildan keyin buni bir chetda og'irsan tayyorlab qildim. Mushuni men tayyorlashimga men shuning bir 2 soat tayyorlanib chiqib 1500 batdan ortiq material ko'rdim. 20 soatdan ortiq Amerikadagi eng cho'ng mutaxassislarning, iqtisod mutaxassislarininki iqtisod jihatdan bu dunyo vaziyatini Amerika yo'q munosabatga analizni angladim. Shularni ratladim, turlarga ayirdim. Aşında qilib, endi bir shu birini taqdim qilganda xalqlarga shu buning emas, buning keyingi yillardimi qarsa, shu tadqiq analiz asosiyatdan to'g'ri degan bir nemini bir natijaga yetish uchun buningda jiq analiz qilmay, shuning uchun men bir obzorchi, dokladchi emas asosiyatdan. Buni jarayonda nurg'un materiallarni ko'rib nim qilaman. Shu odat bo'yicha men kirish so'zimdan boshlay. 2023 yılı Xitoyning pul muomala krizisi tutilishning 10 xil alomatlari bayqaldi. Amerika aqllar ombiri 1988 yılı yuz bergan dunyo pul muomala krizisi
1998 yildagi Asiya pul muomala krizisi ve 2008 yildagi Amerika pul muomala krizisining alaydiligini tekshirib, pul muomala krizisi bo'lishning 10 xil alomatlarini yakunlab chiqdi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, agar bir davlat bu 10 xil alomatning 3'ini to'ldirsa, bu pul muomala krizisining pat yaqinda keldiganligini ko'rsatib berdi. Agar 6'ni to'ldirsa, pul muomala krizisi yana iqtisodiy krizisi kelganligidan derak berdi. Xitoyning navbatgi ahvolidan qaraganda bu 10 xil kasallik alomatlari asosligida to'ldirilgan. Xitoyda pul muomala krizisi keng ko'lamda portlashga yuz bermasligidan sababi hukumat ma'muriy aralash orqali uni bostirib turyotdi, bostirib kelyotdi. Ammo bu bostirish faqat vaqtli bo'ladi. Uning ustiga bu bostirish pul muomala krizisining doirasini va kuchini oshirib yetadi. Endi biz bu 10 xil alomat Xitoyda qanday shakllanganligini analiz qilaylik. Birinchi rasmga akila olamsiz? Mesela kögüdek bunda çoğayt alsanız en yaxşı. Birinci, Xitayning 6 pay ko'rsatkichi umumyuzlik tushib ketdi. Pul muomala jihatda pay bozorini o'lchaydigan ko'rsatkichni pay ko'rsatkichi yoki pay bozori ko'rsatkichi deb ataydi. Bu mablag' solg'uvchilarning navbatdagi pay bahosini saviyasini ilgirki baho bilan selishtirib bozor unumini hisoblashiga yordam berdi. Masalan, Amerikada kunda biz Dow, Nasdaq, S&P degan qatorliq pay ko'rsatkichlarga qarab pay cheklarimizning payda ziyon bo'layotganligini bilalaymiz. Sizlarning Gollandiyadami kunda iqtisodiy televizorni ochsangiz nurg'un ashad pay cheklar bor. Ashuna 2-3 ashla asosiy shu Gollandiyadagi pay bozorini ko'rsatib berdi. Xitoyda bunda pay ko'rsatkichdan 6'si bor. Bular Shangzhen, Zhongzhen, Shenzhen, Eidu, Fushi Zhongguo, Wuxi deganda pay ko'rsatkichilari bor. Bu Xitoyning iqtisodini ko'rsatib beradigan 6 cho'ng Xitoydagi pay ko'rsatkichilari. Xitoyning bu 6 pay ko'rsatkichilari umumyuzlik chiqib ketdi. Eng yaxshisi 20%dan ortiq chiqib ketdi. İkinci, çoğun tipdeki kapitallar Xitoydan keçip ketib boradi. 2014'ten 2022 yılının oxirigacha Xitoydan chet elga yetkazilgan mablag'larning miqdori 12 trilyon Amerika dollaridan oshib ketdi. İkinci, Xitoyda banka kredit krizisi allaqachon portildi. Endi Uyg'urlar kredit, Angliyada biz kredit deb ishlaymiz-ku. Amaliyot u gapning ma'nosi ishonchi degan gap. Xitoyda banka kredit krizisi allaqachon portildi. Turkiyaga borsam ashta ishlatildi. Banka krediti krizisi portilganda savdo va banka innovati buzg'unchilikqa uchraydi. Ko'p miqdordagi omonat puli bankadan ayriladi. Zo'r turkumdagi banka vayron bo'ladi. Savdo krediti azaytildi. Qarzi kapitalning ehtiyoji ta'minlashdan zo'r darajada oshib ketadi. O'sim nisbati shiddat bilan o'rlaydi. 2026 yılı 6. ayının 3. günü açılgan Xitay banka pul muamele sistemisi yığınının onun Xitaycıda Zhongguo Yinhang Jinrong Xiteng Fengkong Huyi de bağını yığınının haber verişçe 2022 yılı 5. ayının 30. günü geçe 400 milyondan artıq öyünün qarşı bankaya tölenmegen. Google'nın haber verişçe Devlet igiligidagi 6 cho'ng bankadan boshqa 90% o'rta va kichik bankalarda ikkilamchi ranilik qarzi krizisi ig'ir bo'ldi va 4 yerlik banka vayron bo'ldi. 4. Korxonalarning qarzi kelishimga xiloflik qilishi
ko'rinarlik oshdi. Xiloflik qilishilgan to'lanmaganlar iqtisod sohasida aşağı so'zlaydi. Bosh shtabi Nyu-Yorkda joylashgan kredit darajasi va pul muomala bozorini analiz qiladigan Fitch Rating bu aşı tədqiqat orqanının ismi. Fitch Rating'nin oshkorlashicha Xitoyda to'xtamga xiloflik qilgan zayom 30 milliarddan ishib ketdi. 5. Xitoyning uyumlik bahosi kupiki krizisi ogohlantirish sizig'idan halqib ketdi. 2022 yılı ilan qilgan Xitoy e'lon qilgan jumlalar 2022 yılı e'lon qilgan 2021 yillik Xitoy saqlangan turalgı uy dokladının oshkorlashicha Xitoyning turalgı uy bozor qimmati 62 trilyon 600 milyard dollar bo'lib, davlat umumiy boyligi 120 trilyonning 52,4% egallaydi. Demek bütün devlet boylig'ining 52,4%ni yerimdan ko'pi aşı uyumlik bahasından keldi. Xitoyning 2021 yillik GDP'si 14 trilyon 720 milyard bo'lib, turalgı uy bahar qimmati bilan GDP'sining nisbati 414% bo'lgan. Uyumlikning bahası Xitoyning 1 yillik GDP'sidan 4 chiqqan. 2008 yılı iqtisodiy krizis bo'lganda Amerikada turalgı uy bozor qimmati bilan GDP nisbati 169% bo'lgan. 1991 yılı Yaponiyada uyumlik partilgandan burun Yaponiyaning turalgı uy bozor qimmati bilan GDP nisbati eng yuqori bo'lganda 391%ga yetgan. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, Xitoyning uyumlik piki ayni yildagi Amerikaning qarzi krizisi portlashdan burunqidan 245 hassa yuqori. Ayni yil Yaponiya uyumlik piki vayron bo'lishdan burunqidan 23% yuqori. Bu tarixdagi eng chong yuqori nisbati bu dunyo iqtisod sohasida. Bulardan bilgani bo'ldiki, Xitoyningki uyumlik portlashi allaqachon boshlanib bo'ldi. 6. Xitoyning tashqi periyod zaposi zo'r miqdorda azaydi. Xitoy tashqi periyod boshqarish idorasi, Xitoycha Jungo Wei Hui Guanliji deydi. İdarəsinin 2022 yılı 12. ayda ilan qilishicha 2022 yılı 10. ayının oxirigacha Xitoy tashqi periyod zaposi 3052 milyard 420 milyon dollar bo'lib, oldingi yillarga nisbatan 800 milyard dollar tuvanlab, bu tuvan 24% tuvanladi degan gap. 2022 yılı 3. ayının oxirigacha Xitoy bankasining pul muamele mülki 1568 milyar 700 milyon dolar. Tashqi qarzi 1570 milyar 600 milyon dolar bo'lib, tashqi sap qarzi 2 milyard dolar. Bu deganlik Xitoy tashqi qarzi periyod zapasidan ishib ketdi. Xuddi mandaq shaxsiy uyingizda sizning bankida 100 ming dollar bo'lgan bo'lsangiz, sizning qarzingiz 200 ming dollar bo'lgan bo'lsa, siz yana qarzdor bo'lsiz. 7. Xitoy iqtisodiy umumiy jihatdan ig'ir darajada tuvalladi. Dunyodagi eng chong moliya iqtisod uchur shirkati Bloomberg agentligining bu Amerikada Bloomberg agentligining ilib borgan tadqiqot doklatiga asoslanganda Xitoyning 2022 yillik iqtisodining o'sish nisbati 2%ga tushib qolgan. Bu Xitoy hukumati bekitgan 5,5% nishonidan xiyla tuvan bo'lib, 1976 yildan buyongi eng tuvan seviyaga tushib qoldi. Bloomberg agentligining tahlil maqolasida mundaq deb ko'rsatildi. Beijing moliya, pul siyosati va nazorat qilib boshqarish sohasidagi bir qator tadbirlar orqali iqtisodni jonlantirishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin Xi Jinping ching turgan yuqumdan mudofaa ilinish siyosati bu tadbirlarni unumini ajillashtirdi. 8. Xitoy aholilarining mulk qarzi nisbati nihoyatda yuqori.
Xitoy iqtisodiy tadqiqot qildigan to'ri birinchi moliya iqtisod to'ri Xitoycha Di Seijing Wang deydi. Bu Xitoy to'rining e'lon qilishicha 2022 yili 6-oyda oshkorlashicha 2010dan 2021 yilgacha Xitoy aholilarining kredit qarzi ko'lami 1 trilyon 270 milyarddan 8 trilyon 260 milyardga oshdi. Bu deganlik 2010-yili Xitoylarning kredit qarzi 1 trilyon 270 milyardga. Hozir 2021-da Xitoy xalqining kredit qarzi 8 trilyon 260 milyardga ishib ketdi. Bunun içinde ahalilerinin o'ttira uzak mezgillik istimal qarzi ko'lami 595%'dan oshdi. Ahalilerinin her yili değerini qaytırıp ösünü berish ko'lami 5 trilyondan 14 trilyonga yetdi. Bu deganlik 2010-yili Xitoylar har yili aholilar to'laydigan qarzi 5 trilyonga, hozir 2001-yil kelganda 14 trilyonga yetdi. Aldınғы 10 yılda Xitoy ahalilerinin qarzi pulunun yıllık o'ttircha ishish sur'ati 18,3%ga yetdi. Bu aholilarning kirimi 8% o'ttircha ishish sur'atidan ko'p yuqori. Degan har yili aholilarning maoshi 8% o'sgan bilan ularning qarzi 18%, 19% o'sibdi. 9. Korxonalarning foizi va aholilarning kirimi zo'r darajada tuvalladi. Xitoy davlat statistika idorasi, Xitoycha Jungo Tungjiju deydi, idorasi 2022 yil 8-oyda e'lon qilgan dokladga asoslanganda 2022 yil 8-oygacha mamlakat bo'yicha bekitilgan ko'lamdan yuqori sanoat korxonalari, bu ko'lamdan yuqori sanoat degan hukumat quradigan cho'ng korxonalar deydi. Korxonalarning foizi 1-oydan 7-oygacha 5% tuvalladi. Türlerge ayırıp qaraganda sanoat korxonalarının foizi 2021 yılga selishtirganda 8,5% tuvalladi. Yasmichilik korxonalarının foizi 22,4% tuvalladi. Elektr, issiqlik, kuyishchan gaz ve su ishlab chiqarish ve ta'minlash kasbining foizi 26,8% tuvalladi. Maliye yeni torunu yuqoridan do'konlik Seijing Wang degan. 2022 yili 6-oyning 23-kundagi xabariga qaraganda 2021 yilning keyingi yerimdan buyon Xitoyning har qaysi yerlik hukumatlari va korxonalari xizmatchilarining maoshini tushirish siyosatini orqa-orqadan yo'lga qo'ydi. Bunun ichida hukumat xizmatchilari va davlat korxonalaridagilarning Devlet korxonalardagi ishchi xizmatchilarning o'ttircha tushish nisbati 15dan 25%, fuqaroviy korxonalardagi ishchi xizmatchilarning o'ttircha tushish nisbati 20dan 30% bo'ldi. 10-yil nol tazg'at siyosati Xitoylarning Qingling jinsi. Xitoyning bu qitimki yuqum ofati allaqachon siyosiy va iqtisodiy ofatga aylandi va bu ofat yana davomlashyapti. Yakunlab aytganda Xitoyda ko'rilgan zavodlar vayron bo'lish eqimi, chet el mablag'lari qichish eqimi, aholilarning ishsizlik eqimi, ishchi xizmatchilarning maoshi tushish eqimi, uy mulk bahosi tushish eqimi, ta'minlash zanjirining uzilish eqimi, uy qarzini ta'minlash uzilish eqimi, banklarning vayron bo'lish eqimi. Bu eğitimler Xitoyning çoğ iqtisodiy ve siyasi ofatdan qutulolmaydiganligidan darak berdi. Rasm 2-ga keladi. Bayatın siz Xitoyningki iqtisodiy jihatda vayron bo'lishining butun sharoitlari hozir bo'ldi dedingiz. Nima uchun bunday qilib deymiz, buning ta'sirini ko'rinarli darajada his qilolmaymiz? Nurg'unlar qilolmaydigan emas. Men shunda his qilma, oshaqqa inchilab ochini tadqiq qilmaysizlar. Xabarni mundaq ochiq Xitoycha maqolalar, hozir Xitoyning
olimlarimiz shunda so'zlaydi, Amerikaning iqtisodlarini so'zlaydi. Ularni tushunishchilik kundalik menda xabar, men WhatsApp xabarlar bilan tushunolmaysizlar. Cho'qim ashuni inchiklab, ashuni o'qib, nim bo'lyotidi, shu statistiklarni analiz qil. Shunga men mushaqdagi bir kamchiliklarni bir to'ldirishga tirishib baqay deyapman. Endi buni men bu 1500 betlik maqolani o'qibman, uningki u maqolani qisqartib 300 betga kelibdiman, uningki ularni to'rlarga aralab 30 betlik birini qildim. Men buni turlarga ayirmasam, buni bu munosabatlar Ukraina, xalqaro Xitoy iqtisodiy Uyg'urlar bular giralishib ketgan ekan, bularni turlarga ayirib, men o'sha 1-bo'lim, 2-bo'limda bu bo'limlarga qo'yyapman nurg'un masalalarda. Masalan, 1-bo'lim rasm 2ga kelib qo'ydim, sal to'g'ri. Amerika bilan Xitoy o'tirsa sovuq urush yoki qiziq urush ehtimoli bormi? Men mushini ko'zda tutib izlanib baqdim. Cho'ng olimlarning maqollalarini ko'p o'qib baqdim. Kitoblarini o'qidim. Pompeoning kitobi chiqdi, uni deb qo'ydim. Amerika masalan bu Amerika bilan Xitoy o'tirsa sovuq urush yoki qiziq urush. Qiziq urush degan ichish, harbiy to'qinish. Sovuq urush degan asosiy iqtisodiy, diplomat va siyosiy urush. Urush ehtimoli bormi? Amerika Xitoyga besim yurgizish siyosati qadamma-qadam amalashtiryapti. Xitoyning islohot va ichivitish siyosati yo'lga qo'yilgandan keyin yig'ilgan boyliqlarning ko'p qismi chet elda har xil shaklda saqlanib yoki laylab yuryapti. Masalan, banklarda omonat qo'yish, cho'ng shirkatlarning pay chekini setib olish, Amerika zayumlarini setib olish, oltin, olmos, gavharlarni setib olish, muqim mulklarni setib olish va qizolar. Xitoyning ansiraydigini agar bir kuni Amerika va G'arb Xitoyning bu necha trillion dollarlik tashqi zapasini musodara qilsa, necha trillion yuanlik Amerika zayumini bevosita inovatsiz deb jakarlasa, Yevropa, Avstraliya, Yaponiya, Koreya, Shimoliy Amerikadagi barliq mulk boyligini, hatto shaxsiylarning boyligini musodara qilsa, Xitoyga bir g'oyat zo'r zarba bo'ladi. Buni Xitoy, Amerika, G'arb hammasi to'liq tushunadi. Amerika ikki xil tayyorlikni tang ilib ketib bordi. Agar sovuq urush orqali Xitoyni bevosita qamal qilgani bo'lsa, Amerika sovuq urushni tanlaydi va davomlashtirdi. Agar sovuq urushning unumi yetarli bo'lmasa, masalan, dunyodagi nurg'un davlatlar Amerika bilan birlashib Xitoyni qamal qilishdan o'zini olib Tayvanda urush bo'lish Amerikaning strategiya o'rinlashtirishning doirasiga kirdi. Agar Tayvan Xitoy bilan birlashish ehtimolligi ko'tarilsa, masalan 70% ga borsa, Tayvanda urush paydo bo'lishdan kelib chiqqan zo'r manfaat yana bu urush orqali Xitoyni bosh ko'tarolmas qilib qo'yish Amerika strategiyalik tafakkurga uyg'un keladi. Lekin Amerika bu urushni o'zi emas, Xitoyning boshlanishini xohlaydi va yetaklaydi. Bu ikki xil tanlash Amerikaning umumiyatlik shaxmat taxtasida azaldan mavjud. Amerika uchun eng yaxshi ahvol bo'lsa, avval sovuq urushni imkoniyat bor uzunga so'zish orqali Xitoyni harbiy, iqtisod, siyosiy va diplomat jihatdan quritib, andin vaziyatga qarab askar avasini ulgurdi. Bu xil sovuq urush bilan qiziq urushni birlashtirish Amerikaning cho'ng davlatlar bilan tirkishganda qo'llanilgan usuli. Rasm 3-ga kelib qo'yamsiz. Xitoydami bir yurish oliy strategiyachilar bor. Ular buni ko'rib to'nalaydi. Shuning uchun Xitoyning sovuq va qiziq urushning tayyorligini qilyapti. Amerikaning Xitoy bilan sovuq urushni boshlash ishonchisining manbasi bo'lsa, butkul G'arb dunyosidagi ittifoqdoshlarini birlashtirish. Amerika bu shartning o'ddasidan chiqolmay, sovuq urushda g'alaba qilishi qiyin va sovuq urushdan voz kechishi mumkin.
Shuning uchun Xitoy barliq diplomat xizmatini kuchaytirish va iqtisodiy sohasida bo'sish og'zini izlash orqali Yevropa bilan Amerikaning birligini buzishga to'xtamay urinyapti. Xitoylarning hisobida Amerika bilan Germaniya, Amerika bilan Yevropaning munosabatini buzishga bo'ladi. Bu Xitoy strategiyachilarininki analizi. Bu bir haqiqat. Xitoy dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga, birinchi cho'ng mol savdo davlatiga aylandi. Xitoy statistika idorasining oshkorlashicha, Xitoyning GDP'si 2022-yili 17 trillion 739 milliard dollarga yetdi. Xitoy narsa yasab Amerikaga eksport qiladi. Amerika uni dollar orqali import qiladi. Soğuk urushda g'alaba qozonishga kafolat qilish uchun Amerika Xitoyga ishlab chiqarishni davlat ichiga yondirib kirishi yoki Xitoydan boshqa yerga yutkash siyosatini qo'llanadi. Xitoy Amerika dollarining xalqaro savdoni kontrol qilishni buzishga tirishyapti. Rasm 4-tur. Rasm 4. Amerikani soğuk urushdan voz kechirish uchun Xitoy Rossiya bilan umumyuzlik harbiy ishlar, siyosiy va iqtisodiy ittifoqdoshlik hosil qilib, aynan Osiyo, Afrika va Latin Amerikadagi nurg'un davlatlarni yetaklab, Shimoliy Atlantikdanmi cho'ng guruh qurib chiqmoqchi. Amerika Xitoyga umumyuzlik chipni cheklash siyosatini qo'llanayotdi. Bu Xitoyning nurg'un sohalarini palach holatga tushirib qo'ydi va Xitoy iqtisodiga cho'ng zarba berdi. Bu qamalni buzish uchun Xitoy Tayvanni ishg'ol qilishni kun tartibiga kirgizdi. Xitoyning hisobida agar Tayvanni ishg'ol qilsa, Tayvanning chip ishlab chiqarish sohasini qo'lga keltirsa, aksincha Amerikaning chip kasbini umumyuzlik qamal qila oladi. Tayvanning iqtisodiy kuchini yetaklab, Xitoyning ichki oili nishini kuchaytiradi va Amerikaning orol zanjirining qamal qilishni buzalaydi. Amerika va Xitoy o'rtasidagi Tayvan shaxmat taxtisi so'q urushga tez yetaklab ketib bordi. Amerikaning hisobida Tayvanda urush bo'lsa, u Xitoyning ishik oldida bo'ladigan urush. Amerika fuqarolarga va Amerikaning taraqqiyotiga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Amerika fuqarolarida zo'r bexatarlik tuyg'usi paydo bo'lmaydi. Amerikaning so'q urushni ilgari surishning oldini olish uchun Xitoymi Amerikaga qarshi pul muomala va iqtisodiy jazosini yurgizyapti. Chet eldagi boyliqlarni qaytirib kelishga urinyapti. Bir Xitoy strategiyachisi shundoq degan: biz Tayvan bo'g'izida Amerikaga tahdid silib qolmay, Amerika burqiga va Amerika xalqiga unumli va kuchli tahdid silishimiz kerak. Dunyoga Xitoyning 5000 dan 10,000 qadar yadro bombasi bor deb jakarlash kerak. Bu Amerikani ichiga olgan har qanday davlatlarni Xitoyning tishiga tegishga jur'at qilolmas qilib qo'ydi. Bunun orqali so'q urushni keyniga surish imkoniyatini o'stira olamiz. Har ikkisi so'q urushni hozir darrov harbiy urushni xohlamaydi. Rasm 5-ga ko'tarib qo'ying, rasm 5. Men buni ikkinchi bo'limda men Xitoy iqtisodiy va harbiy kuchiga inchiklab analiz. Buni bir analiz qilib baktım. Birinchi, Xitoy iqtisodiy qanday qilib dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodga oylin nolg'an va hozir nima uchun chekinishga boshladi? Bu o'zim qo'ygan birinchi savol. 1980-yili Xitoy iqtisodiy dunyo doirasidan qaraganda nihoyat orqada qolgan iqtisod edi. Aholisi eng ko'p, sanoat va yiza egiligi oxirida qolgan, muarif chekinib ketgan, GDP'si Yevropadagi kichik davlatlarning keynida edi. Deng Xiaopingning amallashtirgan bir necha siyosati Xitoy iqtisodini dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodga aylantirdi. Xitoy iqtisodining ko'tarilishi bilan Xitoyning harbiy kuchi
diplomat o'rni va siyosiy roli yuksak ilgirledi. Xitoyning ishkini ichividi siyosiy yo'lga qo'yishi bilan Xitoyning ichki ortiqchiligi darhol o'zini ko'rsatdi. Xitoydagi arzon texnik xodimlarining yetarli bo'lishi Xitoyda ishlab chiqqan tovarlarning tanarxi tuvan bo'lib, xalqaro savdo dunyosida raqobat iqtidori tangdossiz o'rinda bo'ldi. Amerikani misolga olsak, arzon Xitoy mahsulotlari Amerika xalqini uzun muddat muqim mol bahosidan bahramon qildi. Xitoy mollarining dunyoning bulun pushqoqlariga to'lqindek yamrab ketishi Xitoyga zo'r boylik yaratdi. Xitoyning bosh ko'tarishiga emgak kuchining arzon bo'lishi o'zila yetarli emas. Islohot yechib burun Xitoyda emgak kuchi texmi arzon edi. Shu vaqtlarda men bilma akamlarning maoshi 45 so'm, boshlang'ichdagi muallimlar maoshi 29 so'm shundaqdi. Xitoy bu raqobat kuchini mahsulotga aylantirish uchun davlat tuzimiga islohot ilib berish to'g'ri keldi. Xitoyning ishni ichividi siyosati Xitoyning emgak kuchini ozod qilibdi va Xitoy puhraviy korxonalarni borliqqa keltirdi. 1997 yılı WTO'ga kirişi bilan dünya bozorini ichibdi va Xitoy bu bozorning eng oldida mangdigan bo'lib qoldi. Xitoy davlat statistika idorasining Jungo Tungjijining e'lon qilishicha, Xitoy iqtisodi 1995 dan 2012 yilgacha eng tez taraqqiy qilgan bo'lib, GDP'si ishish 8,6%, mamlakat bo'yicha maosh 8,8%, boj kirimi 16,7%, hukumatning bojdan boshqa kirimi 18,8%, qonunda belgilengen ijtimoiy sug'urta 28,7%, hukumat maxsus yer ta'minlab erishgan yer o'tinib berish puli 64 hassa o'rlabdi. 6-chi rasmga kelib qo'ying. Xitoy iqtisodining ko'tarilishi Xitoy bilan taraqqiy qilgan davlatlar o'tirsa, savdo, surkilish va to'saq paydo qilish, xalq orada jiddilik paydo qilish qatorliq omillar sakrab chiqishga boshladi. Hatto pul muomala krizisi yetib keldi. Lekin Xitoy iqtisodining taraqqiy qilishidagi bir ajallik xatolik zodi tuzutilmadi. U bo'lsa tashqi ehtiyojga yuksak tayinish. Hozir Xitoyda emgak kuchi bahosi, yer, energiya bahosi, maosh qatorliq iqtisodga munosabatli barliq narsalarning bahosi tez suratda o'rildi va o'rilyapti. Hozir Xitoyning bu ortiqchiligi asosiy jihatdan yo'qolib ketdi va ketib bordi. Germaniya haftalik jurnalining xabar berishicha 10 yil burun Xitoy iqtisodi har yili 10% oshadi. Lekin yaqinqi 10 yilda iqtisodi davomli tuvaldi. Xitoy iqtisodi hozir nacharlashgan holatga tushib qoldi. 2022-4-oydan 2022-6-oygacha Xitoy iqtisodi 2021 yili shu mezgilga nisbatan oram 0,4% oshdi. 2022 yillik ishish nisbati Osiyoning boshqa joylaridan tuvan bo'lishi mo'ljallanadi. Hozir chiqdi tuvan bo'ldi. Bu oldingi 30 yilda tunji qatim yuz bergan ish. Xitoy bozoridagi oldingi qatorda turadigan mablag' silish shirkati, buni Growth Investment Group deydi. Bosh iqtisodiy shunosi shundoq dedi. Kelgusi 10 yilda Xitoy iqtisodi intayin tuvan suratda o'sish taqdirdan qutulolmaydi. Xalqlar deyishi 1%ga bormaydi deyapti. Amerika Janubiy Karolina Universiteti Savdo institutining professori Frank Tian shundoq dedi. Xitoy uyumlik bozori o'tgan 10 yilda iqtisodiy mahsulot miqdorining 4dan 1 qismini qo'shgan bo'lsa-mu, hozir vayron bo'lyapti. Ular 4dan 1 iqtisod qo'g'ani vayron bo'lib qolgani bilan nagi bordi. Xitoy iqtisodiy harakatlantirgich
kuchini yo'qotdi. U qurilishga mablag' solish energiyasidan ayrilib qolgandan keyingi Xitoy iqtisodining tushib ketish sur'ati ko'p sondagi kishilarning tasavvuridagidanmi tez bo'lishi mumkin. Uning ustiga butkul xalqaro vaziyatning nacharlashishi, Amerikaning Xitoyga qo'llangan savdo jazosi, chet el kapitallarining Xitoydan tez sur'atda chekinishi, sanoat zanjirining Xitoydan yutkilib ketib berishi qatorliq masalalar hammasi iqtisodning sijil chekinishini keltirib chiqadigan ochquchliq omillar. Asosiyatdan Xitoy iqtisodiy uzil kesil mag'lub bo'ldi. Bu pravsun. 7-ci suratga kelib qo'yinglar, 7-ci. Ya tuan turdi. Endi bu ikinci bölümün ikinci kısmı uyumlu kuruluş, uyumlu kursi düşüş devri yetip geldi. Uyumlu kursi düşüş yetip geldi. Xitoydagi ikinci çoğun axbarat vasitesi birinci maliye iqtisod yuqori so'zlaydi. Bu Xitoyda chiqadigan jumon boshmaqal e'lon qilib, uyumlu bahosi zo'r daraja tushish davri yetib kelganligi haqida signal berdi. Boshmaqalda shundoq yozilgan. Xitoydagi boylarda tuyuqsiz mol mulkini tashlab setish to'lqini avjib ketdi. Shunga Shanxaydagi ba'zi hamshamatlik uylar 40% tuvallab ketildi. Tayvandagi savdogarlarmi oshxona, mehmon saroyi qatorliqlarni setyotdi. Nurg'un hashamatlik uy egalari kelgusiga hech qanday ishonchisi yo'q. Burungi uy orqali o'zining boyligining qimmatini saqlaydigan yoki o'stiradigan davri endi qaytib kelmaydi. Xitoyning uyumlik şirketleri 2022 yılının oldingi 3 faslida 30 milyard küp ziyon tortdi. Bu Xitoy gazetininkini men tarjima qilib Amerika Washingtonga joylashgan aqllar ombiri Pew tadqiqot markazining tekshirishicha 2012 yili 40% Amerikalik Xitoyga pasif qarashda edi. 2022 yılı 80% işip ketdi. 80% artıq adamlar Xitoyni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib ketdi. Xitoyning uyumlik kasbining qarzi krizisiga petib qilishiga erishib, Xitoy hukumati ko'p turli bozorni quzish choralarini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, uyumlik kasbda yanada o'zgarish bo'lmadi. Nurg'un aql ombilarining mo'ljallashicha 2022 yili Xitoy tovar uylarining setilishi 2021 yildan 4dan 1 hassa 4dan 1 qism tushib ketdi, 25% tushib ketdi. Xitoyning uyumlik kasbida 2022 yili 1,4 trillion xalq puli ziyon tortdi. Bu ziyon 2021 yildan 75% oshdi. 70 yılda bir 500 milyon olsa majili 1,4 trilyon ziyon tortdi. Oldin 3 faslida. Xitoyning uyumlik bozorining davomli nacharlashiga erishib, yer bozori borgan sari suvib ketdi. Xitoyning uyumlik ko'pigi vayron bo'lyapti. Eng oxirida bu vayronlik darajasi hamma odamning tasavvurida ishib ketadi. Xitoy davlat statistika idorasining 2022 yılı 12. ayın 17. günü ilan kılgan statistika malumatını gösterişçe Xitoy hükümetinin qattiq yuqumluq kasalliklarning oldini olish siyosati 2022 yılı sanoat korxonalarının payısını ig'ir darajada tuvaldi. Xitoy davlat statistika idorasining aytishicha, Xitoy bo'yicha ko'lamdan yuqori sanoat korxonalari 1 trilyon 770 milyar 960 milyon yuan payda yaratgan bo'lib, oldingi yilga selishtirganda 26,6% kamaydi. Xususiy korxonalarning payisining eshish nisbati 7,9% tuvalladi. Xitoyning savdo ishonchi 2013 yili 1 oydan buyongi eng tuvan nuqtaga tushib qoldi. Rasm 8-ga kelib qo'ying. To'xtab turinglar, to'xtab turing. Bu ovozni yo'qotib turay. Anglayapman-da uni? Anlayapmiz.
to'xtab turinglar. Bak, bunun sen itib qoldi, qopinmaysa bir minut turib turinglar. Bak, do'konga tashlab keldim. Okay. Muhterem qarindoshlar, Mevlon Yasin akaning taqdim qilishida Amerika, Yevropa, Xitoy munosabatlarining 2022-yilga bir qarab chiqyapmiz. Programmaga aloqador savollaringiz yoki taklif fikrlaringiz bo'lsa, inkas rayonga yozsangiz bo'ladi. Do'stlarga taqdim qilgan bo'lsangiz, xursand bo'lasiz qarindashlar. Xo'sh, Mevlon kayfiyati davom qilsangiz bo'ladi. Qani anlayapsiz unimi? Anlayapmiz. Rasm 8ga kelgan. 8 chiqadi zaten ekranda. Ko'mdim bu. Mana. Uchinchi, pul muomala kasbi xodimlarining moliya uchurlarini nazorat qilish va analiz qilish uchun yumshoq detal mahsulotni ta'minlaydigan Refinitiv Econ institutining sonliq ma'lumotni ko'rsatishicha 2022-yil 3-oydan boshlab chet eldagi mablag' solg'uvchilar davomli Xitoyning pay chekini setyapti. 2022-yil 3-oydan buyon chet el mablag' solg'uvchilar Shangang savdo o'rnining aloqalish plani orqali 8 milliard 100 million dollar qimmatidagi pay chekini sotdi. Angliya davlat xalqlik mulk boshqarish shirkati, bu shirkatning ismi Schroders deydi. Shirkatning bayon qilishicha, Xitoy paychek bozorining mo'lchar qimmati kajisman virus yuqumi boshlagan 2022-3-oyga qaytib ketdi va Amerika Xitoy munosabati jiddiylashgan 2018-yil 12-oyning oxirgi vaqtiga chekinib ketdi. Uningdan boshqa Amerika zoyumining payda nisbatining o'sishi Xitoy zoyumi bilan bo'lgan o'sish farqini farqlantirdi ve xalq pulining qimmatini tezda tushirdi. Xitoy hukumat chin turyapti, bu hozir xalq pulini dunyo qo'yibsa $1 200 xalq puliga tushib ketadi. 2022-yil 11-oyda tashqi mablag' solg'uvchilar Shangangning zoyumi orqali 17 milliard 700 million dollar qimmatidagi Xitoy zoyumini sotdi. Bu 2017-yil 8-oydan buyongi eng chong ko'lamdagi mablag'ning sirtqa ketishi. Rasm 9-ga kelib qo'yinglar. Buningda men ma'ni Rossiya Ukraina urushidan qilib chiqqan mujmallik, bu yer qandaq rusiyalik bor, nojiq gaplar bor. Buning mujmallik savollarım jiq. Shunga men Rossiya Ukraina urushidan kelib chiqqan mujmallikda bir turga olib buni analiz qildim. Birinchi, Rossiya Ukraina urush xalqaro tasodifiy voqealarni paydo qildi. Xalqaro siyosiy vaziyat va buningdan keyingi dunyoning taraqqiyot yo'linishi va andizisini biroqla o'zgartirdi. Bu urushning dunyo tarixiga bo'lgan ta'sir kuchi ikkinchi dunyo urushidan esib ketishi mumkin. Putin gumron bo'lgandan keyin dunyodagi erkin demokratiyasiz davlatlar G'arbning erkin demokratiya tuzimiga aylanib ketdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyinga o'xshash g'oyat zo'r Sovet ittifoqi mustabid kommunizmning lageri paydo bo'lib, nurg'un davlat va dunyoning erkin demokratiya yuzinishiga to'qinishlik qilolmaydi. Xitoy Rossiya rasil ittifoqi butunlay vayron bo'ldi va parchalandi. Bu to'rt tasodifiy yaratib chiqdi. Birinchi tasodifiy voqea bu Rossiya Ukraina urushi. Zelenskiy Ukraina xalqiga rahbarlik qilib Putin tajovuzchilik urushiga g'alabalik qarshi turdi. Ukraina bu urushdan keyin Yevropadagi eng chong harbiy kuchi bor davlatga aylanishi mumkin. Ikkinchi tasodifiy voqea bo'lsa, Yevropa davlatlari va xalqi uyg'onishga boshladi. Xitoy bilan Rossiyaning mustabid tuzumi erkin demokratik tuzum bilan o'rtaq mavjud bo'lib, turg'ini bo'lmaydigan dushman ekanligini to'nib yetdi. Shunga Amerika bilan ittifoqlashib, Putinning tajovuzchilik urushiga qarshi turib,
Xitoyning sirtqa kengayishiga va zo'migarlik qilishiga qarshi turishni xohladi. Uchinchi tasodifiy voqea bo'lsa, Putin va uning askarlarining orqada qolgan iqtidorsiz, shiriklik va nodon qatorliq asli qiyofati oshkorlandi. Hozir har qanday kichik davlatlar Rossiya va Xitoydan qo'rqmaydigan bo'ldi. Hatto betaraf Finlandiya va Shvetsiya tez suratda Shimoliy Atlantik Andi tashkiloti NATOga qo'shildi. To'rtinchi tasodifiy voqea bo'lsa, Bayden yangi xizmatga chiqqanda Xitoyga yo'l qo'yib, Putinga qarshi turish degan strategiyalik xatolikni o'tkazdi. Bu Putin bilan Xitoyni ittifoqdosh bo'lishga qistidi. Bu Bayden hukumatida Putinni yo'qotmay Xitoyga tegishga bo'lmaydi degan siyosatni shakllantirdi. Hozir Bayden bu xatolikni tunib yetdi. Rasm 10-ga chiqib qo'yma. Inert gas. İngilizce inert gas deydi. Inert gas tarkibidagi neon gaz bo'lsa, chipni yasashdagi muhim tarkibi. Bu xil gaz yer sharida nihoyat oz uchraydi. Bizning Sharq Turkistonda bor. Rossiya bilan Ukraina dunyodagi inert gazning asosiy eksport qiladigan davlat. Rossiya bilan Ukraina urush boshlagandan keyin dunyoda chip ishlab chiqarish sohasidagi chip ishlab chiqarish sohasida bir xil andisha paydo bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, Rossiya savdo ministrligi bozordagi o'rnini kuchaytirish uchun chip ishlab chiqarishning xalqlik tarkibi bo'lgan neon gazni o'z ichiga olgan inert gaz eksportni cheklaydigan bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, Rossiyaning bu harakati dünya chip ishlab chiqarishda ta'sir yetkazishi mumkin. Kelgusi Rossiya inert gaz ishlab chiqarish iqtidorini oshirish orqali dunyo ta'minlash zanjirining so'z qilish huquqini qo'lga keltirib, Rossiyaga xalqaro raqobat kuchini ilib kelmoqchi. Bu gazchi qarang, bu inert gaz. Tayvanlarga hammaga chiqqan Xitoy. Asosi bu Sharq Turkistonning Chapchal, Oqsu, qani yana bir 3 yerdan chiqadi bu. Nihoyat oz uchraydi bu xil gaz. Bu bo'lmasa chipni ishligini bo'lmaydi. Rasm 11ga kelib qo'yma. Gaz dediniz ya, chip. Gaz deb oladi, o'cha inert gaz, uningki bilmasa ion gaz deb oladi uni. Biz bu kadar roda deb tushunimizda nurg'un narsalar roda bu bir gaz shaklida bo'ladi-ku, bu gaz shaklida nimadan chiqib, oshta shaklida bo'lganki, bu men tekshirib baxtim, keyin Sharq Turkistonning boyliqni so'zlaymiz. Bu hozir qilganga Xitoydan bir chiqadigan asosiy Chapchaldan, Oqsuvdan chiqadi ekan. Xitoy shuni olib ketyapti. Bu intayin qimmat, intayin nim bo'lgan yer. Andaq gaz uçurmaydı. Cuma uyda qalaydigan gaz bilan bu boshqa, o uyda istan gaz bunun bilan boshqa bir narsa bunun. Üçüncü, Amerika'nın dünya yetakchilik huquqini saqlashda ikki kam bo'lsa bo'lmaydigan ittifoqdosh davlatlar bor. Bu ikki davlat Ikkinchi dunyo urushida Amerikaga mag'lub bo'lib, urushdan keyin iqtisodning gullanishiga butun vujudi bilan tirishib, qaytadan dunyodagi iqtisodiy cho'ng davlatga aylanib, barg'ansili xalq arada cho'ng rol o'ynaydigan bo'ldi. Yevropada Germaniya, Osiyada Yaponiya. Bu ikki yaqinda davlat mudofaa xomchotini GDP'ning 2%ga o'stirdi. Rossiya Ukraina urush portlab 3 kundan keyin Germaniya bosh ministri Olaf Scholz davlat mudofaa fondiga 100 milliard yevro ko'paytirganligini, GDP'ning 2%ni davlat mudofaa chiqimiga ishlatadiganligini bayon qildi. Olaf Scholz shunday dedi: Rossiya Ukraina urushi Yevropa tarixidagi burilish nuqtasi. Bu bir yangi reallikni yaratdi. Bu yangi reallik aniq inkasga muhtoj. Rossiya Ukraina urushini bahona qilib, Germaniya davlat mudofaa fondiga 100 milliard yevro ko'paytirishi Ukrainaga yordam berish ehtiyojidan aniqla eshib ketdi.
Bu Germaniya armiyasının kural yaraklarını yığınlaşka güç çıkarmakçı. Bu kural yaraklar Avrupa uruş aeroplanı, yeni ağır tipteki transport tip uçar aeroplanı, yeni tipteki qo'duvchi paraxod, yeni tipteki zembirak, su astı paraxod, kelgusidagi havo urush sistemi qatorliqlarni ichiga oladi. Germaniyaning bu darajalik zo'r o'zgarishi Rossiya-Ukraina urushining bir halqiliq omiliga aylandi. 2022 4-21 kuni Yaponiya davlat bexatarlikka kapolat qilish strategiyasi bu Yaponiyaning harbiy ishlarga cheklama qo'yib kelayotgan qonun xarakterlik hujjatga o'zgartish kirgizib, kelgusi 5 yilda mudofaa rasxodini GDP'ning 2%ga o'stirganligini aytdi. Yaponiya bu urushning sababini shundoq deb tushuntirdi. Bu o'stirishning sababini shundoq deb tushuntirdi. Qo'shni davlatlarning harbiy iqtidorining uzluksiz o'sishi Yaponiyaga zo'r tahdid ilib keldi. Albatta hammamiz bilamiz, Yaponiya deyotgan qo'shni davlat albatta Xitoyni ko'rsatdi. Yaponiyaning oldingi bosh vaziri Abe Shinzo Tayvan televizoriyada so'zlagan nutqida mundaq so'z bor. Tayvanning ishi bo'lsa, Yaponning ishi, texmo muhimi Yaponiya bilan Amerika ittifoqining ishi. Amerika prezidenti Biden bilan Yaponiya bosh vaziri Kishida Yaponiyaning omonligini saqlash qonuniga tuzatish kirgizib, ovozim uzilib ketdimi? Endi bo'ladi. Bo'ldimi? Oxirgi Biden bilan degan jumlaninki bekitmoqchisiz. Yaponiyaning oldingi bosh vaziri Abe Shinzo Tayvan televizoriya so'zlagan nuqtada mundaq so'z bor. Tayvanning ishi bo'lsa, Yaponiyaning ishi, texmo muhimi Yaponiya bilan Amerika ittifoqdoshining ishi. Amerika prezidenti Biden bilan Yaponiya bosh vaziri Kishida Yaponiyaning omonligini saqlash qonuniga tuzatish kirgizib, Tayvanning ishi bo'lsa, Yaponiyaning ishi degan hukmni kirgizishga o'rtaq tunishga keldi. Buning orqali Yaponiyaning Amerikaga yordamlashib, Tayvan bo'g'izidagi to'qinishlarga qatnashadigan qonuniy asosini yo'lga qo'ymoqchi. Amerika Yaponiyadan foydalanib, Xitoyni kontrol qilib, shundaqla Amerikaning Hindi Tinch okeanda ishonchlik bir yordamchisini ko'paytmoqchi. Rasm 12ga kelib qo'yamiz. Bu 4-chi bo'limda Amerikaning Xitoyga qartilgan siyosat va iqtisodining aniqlik va mujmalligi. Amerikaning Xitoyga qartilgan siyosat va strategiyasidagi aniqlik va mujmallik. Birinchi, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2022-yil 5-26 kuni George Washington Universitetida Amerika hukumatining Xitoyga qartilgan siyosati haqida muhim nutq so'zladi. O George Washington Universiteti bo'lsa, Washingtonga joylashgan yuqori baholangan va federatsiya yodigarlik tadqiqoti universiteti. Amerikaning amaldorlari Moshe universitetida nurg'un davlat siyosatlarini bayon qildi. Blinkenning bu nutq so'zi Amerikaning Xitoyga bo'lgan siyosatini asosan yakunladi. Blinkenning so'zining asosiy mohiyati bo'lsa, Xitoy bilan hamkorlashganda butun kuchi bilan hamkorlashish, raqobatlashganda butun kuchi bilan raqobatlashish. Amerika ovozining xabar berishicha, Blinken bu nutq so'zda shundoq degan. Rossiya prezident Putin qo'zg'agan Ukraina urush davomlashayotgan paytda Amerika xalqaro tartibdagi eng ig'ir va eng uzun raqobatga diqqatini davomli markazlashtirdi. Bu raqobat naq Xitoydan keladi. Beijingning maqsadi 75 yil burun 75 yil buyon dunyoning ilgirlashini saqlab kelayotgan dunyo qimmat qarshini buzmoqchi. Blinken so'zini davomlashtirib shundoq dedi. Biden hukumati umumyuzlik strategiyani
taraqqiy qilyotidi va amallashtiriyotidir. Amerika o'zining davlat kuchi, ittifoqdosh va hamrohlari bilan bo'lgan tangdoshsiz munosabatidan foydalanib, Amerika qo'g'lashayotgan kelgusini amalga oshirishga tirishayotdi. Amerika to'qinish yoki yangi so'roq urushni izlanmadi. Akcha bu ikki notiqdan saqlanishga kuch chiqaryapti. Amerika Xitoyning bir kuchli davlat bo'lish sifatida rolni joriy qildirishga to'salg'i bo'lishni izlanmaydi. Xitoyning har qanday davlatlar bilan iqtisodiy munosabatini kuchaytirishga va xalqning manfaatini ilgari surishga to'salg'i bo'lmaydi. Lekin Amerika tinchlik va bexatarlikni, shaxsiy va davlatning egilik huquqini Amerika va Xitoyni o'z ichiga olgan barliq davlatlarning o'rtaq mavjudligini va hamkorligini aks etadigan xalqaro qonun, kelishim, tanqid va organlarni qo'g'daydi va kuchaytirdi. Blinken so'zida shunday dedi: Xitoy partiyasi Xitoyni taraqqiy qildirgan bu xalqaro qonun, kelishim, prinsip va organlarni kuchaytirish va gullantirish bu yoqda tursin, akchi ziyonkashlik qilmishlarni qo'llandi. Xi Jinpingning yetakchiligidagi hokimiyat yurgizayotgan Xitoy partiyasi davlat ichida texmo mustabid bo'lib, davlat sirtida texmo hujum qilish xarakteriga ega bo'ldi. Blinken so'zda shunday dedi: Amerika hargiz Beijingga qarab o'zining taraqqiy qilish yo'linishini o'zgartmaydi. Shuning uchun Amerika Beijingning to'rt atrofida strategiya muhit yaratib, ochiq va singdirishchan xalqaro sistemasini ishga oshirdi. Harbiy quryapmiz degan gapda. Shuningga ishonamanki, Blinkenning gapi davom etyapti. Shuningga ishonamanki, oldimizga 10 yil hal qilg'uch davri. Amerikaning davlat ichi va dunyodagi har qaysi davlatlar bilan qo'llanadigan harakatlari Biden hukumatining mablag' silish, ittifoqlashish, raqobatlashishni markazlashtirgan strategiyadan iborat. Amerika davlat ichidagi raqobat kuchi, yangilik yaratish kuchi va demokratiyadan tarkib topgan amaliy kuchiga mablag' soldi. Amerika Xitoy bilan raqobatlashib, Amerikaning manfaatini qo'g'daydi hamda kelgusida boylikni yaratadi. Menda bu Blinkenning mushu so'zi asosiy Amerikaning diplomatiyasini tushundirdi. Bu so'zini anglagan Uyg'urlar nayt oz. Shuning uchun men bu so'zning asos nuqtasini bu yerda tarjima qildim. Amerikaning diplomatiyasini tadqiq qilishda mana mushu so'zi nayt muhim rol o'ynaydi. Blinkenning bu so'zi muhim narsalarni mishagislarga to'pladim siyosatni. Rasm 13ga kelib qo'yamsiz. Odatda nurg'un Uyg'urlar ko'ranmaydigan, diqqat qilmaydigan, til jihatdan, sababdan, vaqt jihatdan qilmaydigan narsalarni men imkoniyat bo'lsa yetkazib berayman. 2022 5-oyning 2022 yili 5-oyning 20 kunidan 24-gacha Biden Yaponiyada ziyorat bo'lgan mezgilda Amerika Tayvanni mudofaa qilish harbiy ishlariga aralashadi degan eng yangi ifodani bildirdi. Amerikaning Tayvan masalasida uzundan buyon chin turib kelgan strategiyalik g'ualliqni buzib tashladi. G'ualliq ambiguity deydi inglizchada. Bu hozirgacha Amerika prezidenti Xitoyga bergan eng aniq signal. Oqsaray Amerikaning yanıla bir jungo siyosatda chin turdiganligini takrorlayotgan bo'lsa-mu, Bidenning bu qitimqi so'zi Biden yoki Washington tadbir belgilash qatlamining haqiqiy o'yini aks etadi. Men Amerikaning tashqi ishlar ministrligining to'rga kirib izlanib baqdim. Kirib baqsam, to'rdan Tayvan Xitoyning bir qismi, Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz qatorliq muhim bayonlarni yuyib etibdi. Yo'qki, azotni burun batdi. Hamda bir jungo degan bayonning yiniga Tayvanga qartilgan 6 turli kapolatni qo'shib qo'ydi. Buningdan Biden hukumatining Xitoyga qartilgan siyosatlari texmo hujum xarakterlik ekanligini bilalaymiz.
Buningdan Bayden hukumatining bir Jungo siyosatini, hatto Tayvan bo'g'zining hozirgi ahvolini bir taraflimilik o'zgartganligini bilalaymiz. Amerika hukumati bir Jungo bayonni yuvitishi va Bayden oshkora harbiy ishlar bilan Tayvanni qo'g'daydiganligini bildirishi Amerikaning Tayvanning Xitoyga tava ekanligini e'tirof qilmaydiganligini bildirganga barobar. Amerika hukumati Tayvan masalasini Ukraina tipdagi masalaga yetaklab, Xitoyni teriktirib va quturtirib, Xitoyni cheklash, qo'rshovga ilish va quritish strategiyasini yurgizyapti. Trump davridan boshlab Amerika hukumati Shangang va Sharq Turkiston masalasida G'arb ittifoqdoshlarini boshlab Xitoyga davomli qiyinchilik vaziyatni tug'dirdi. Yana savdo urushini qo'zg'adi. Bu usullar Xitoy muhitini nacharlashtirgan va iqtisodni quritishga boshlagan bo'lsa-mu, unumi cheklik bo'ldi. Xitoyga ig'ir zarba berish darsi yetarli bo'lmadi. Shunga Bayden hukumati taktikasini o'zgartib, Tayvan masalasiga diqqatini jo'g'lab, Xitoyga texmo qattiq zarba berishni o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Rasm 14 ga kelib qo'ying. İkinci, Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi 2028 yılı 8. ayının 2. günü Tayvan'ı ziyaret kılışı Xitoyni 4 taraftan şermende kıldı. Birinci, Xitoyning korkutuş tehdidi aslında dünyada Tayvan'ga bo'lgan ko'ngil bo'lishni kuchaytirdi. İkinci, Xitoyning har xil to'sqinligi Nancy Pelosi'ning biz Tayvan'ga bergan va'dadan hargiz voz kechmaymiz degan fikrini muvaffaqiyatli dunyoga yetkazishda aktiv rol o'ynadi. Xitoy to'sqinlik qilgan sari bu texnik tashviqot bo'lib ketdi. Uchinchi, Xitoyning Nancy Pelosi'ga qilgan tahdidi g'arb ellarining qattiq ayblashiga uchirdi va xalqaro jamoatning Tayvanni qo'g'dash jiddiyligini oshtirdi. Bloomberg agentligining Nancy Pelosi'ning Tayvanga qilgan ziyorati xalqaro jamiyatini aniq pozitsiya bildirdigan paytga aylantirdi deb baho berdi. Shunga nimda baho bersa deyishga majburladi dunyo. 2028 yıl 8. ayın 3. günü G7 İngilizce G7'deydi, Uygurca G7 deyimiz, Kanada, Fransa, Germaniya, İtalya, Japonya, Uygurca G7'de okuyumuz ko değil mi? G7, İngilizce G7 deyimiz. G7'nin Xitoyning tahdidiga dikkat qilganligini e'lon qildi. 4. Xitoyning urushqoq siyosatining mag'lub bo'lganligini bayon qildi. Nancy Pelosi 2022 yılı 8. ayın 3. gece Washington Posta gazetesi Washington Post. Men nima uchun parlamenti vakillar umikini boshlab Tayvanga ziyorat qilman degan maqolda shunday yozdi. Xitoyning intayin nachar bo'lgan kishilik huquq xotirasi va qonun orqali idora qilishga sal qarshi davomlashyapti. Bizning bu qitimqi safarimizda dal dunyo mustabid va demokratik tanlashga duch kelgan paytda Tayvan demokratiyasini qo'llaydiganligimizni yetkazdi. Rasm 15 ga kelib qo'ying. Atvan. 5. bilinma Amerika ve Yevropa Xitoy tavalarga davomli chek qo'yyapti. Bular bir tekshirib chiqdi. Amerika prezidenti Bayden 2022 yılı 12. ayda Uyghur mecburi emgakning oldini olish qonuni Uyghur Forced Labor Prevention Act deydi. Qonunga imzo qo'ydi va buning orqali Amerika bozorni Sharqi Turkistonning insoniy huquqiga daxli taruz qilish ehtimolligi bo'lgan mahsulotlarning ta'siridan qo'g'dash kerakligini tushuntirdi. Amerika hukumati Xitoy Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti deb jakarladi. 2022 yılı 6. ayda Amerika bir türlü kanun talabini yo'lga qo'ydi.
Bu talab bo'yicha Sharqiy Turkistondan import qilgan mollarni cheklaydiganligini uqtirdi. Bu qonunni unumli ijro qilish uchun ba'zi parlamenti a'zolari Amerika Tamojni va chegara qo'g'dash idorasining xomchutini ko'paytirishni talab qildi. Amerika chegara qo'g'dash idorasining ijro mudiri Ilva Munton shundoq dedi. Xitoydan import qilgan har qanday molni kechirim qilishga cho'qim CBC deganligi chegara qo'g'dash va bosh idorasi CBC maxsus xodimining tasdiqidan o'tish hamda parlamentga doklad qilish kerak. Bu import qilgan mollarning aniq ham kishini qoyil qilg'idek isboti bo'lish kerak. Import qilgan mahsulotning ta'minlash zanjirining majburiy emgak qilmaganligini isbotlash kerak. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi aldamchilik qilmishi bo'lgan import savdogarlarni jazolash kerak. Bu noit tashda masalan Sharq Turkistondan kirgan har qanday molning mollar nadin kelgan ishlab chiqib bütün nimasining aniq dokladini bersa deydi, asosiyatni cheklayapti degan gap. Rasm 16 ga kelib qo'ysangiz. Mana 6 bölümde böldüm. 6 bölümde Rusya-Ukrayna urushda Xitoy shaxmat urug'larini qanday tizib Xitoyning oson chaqirmoqlar bu cho'ng davlat iqtisodi bor, harbiysi bor, uzunligi noytiliq 36 bilan kollasini tovlagan Xitoy strategiyachilari bor. Xitoy hozir bir qiyin ahvolga duch keldi. Bir tarafdan Rossiya bilan bo'lgan munosabatdan voz kechishni xohlamaydi. Yana bir tarafdan Rossiyaga yordam berish Xitoyga nurg'un jihatlarda misoli iqtisodiy jazo qatorliq ig'ir masalalarni ilib kelishi mumkin. Xitoyning ojiz iqtisodiy jazolashning oqibatini ustiga ola olmaydi. Xitoy g'arbning jazosidan saqlanishga muhtoj. Xitoy Rossiya uchun g'arbning jazosiga uchrashni xohlamaydiganligini aniq etdi. Amerika asosli axborot vositalari Rossiyaning Xitoydan harbiy va iqtisodiy yordam talab qilayotganligini xabar berganda Oqsaroy Xitoyni ogohlantirib, Xitoy aksiya bozori, pay bozori necha 100 milliard dollar kapital ziyonga uchradi. Bundan qo'rqib ketgan Xitoy tashqi ishlar ministri darhol Xitoy Ukrayna urush sababidan har qanday ziyon akildigan jazoga uchrashni xohlamaydi deb ifoda bildirdi. Yana bir tarafdan Xitoy Rossiyadan voz kechish foydali emas deb qaraydi. Amerikaning dangliq aql ombirining biri bo'lgan Brookings Institute'ning oliy tadqiqotchisi Ryan Hus shunday analiz qildi. Beijingning nuqsidan qaraganda Xitoy Rossiya munosabatining orqasidagi asosiy prinsip bo'lsa, har ikki davlat dushmanlik niyatga to'lgan g'arbga duch keldi. Agar ular ayrilmay birga bo'lsa, g'arbning besimiga texmo oson taqobil turadi. Shuning uchun bular umuman qanday yana birlashganimiz yaxshi deb turibmiz. Xitoy strategiyachilarining ko'z qarashida Ukraina vaziyatining davomlashish vaqti qancha uzun bo'lsa, Xitoy Rossiyani shuncha oson ojizlashtirib, Rossiyani Xitoyga bosh egishga majburlab, andin Rossiyani Xitoyning manfaatiga uyg'un keladigan ahvolda Xitoyning pul muomala bozoriga akiralaydi. Shuning uchun Xitoy xalqaro qonunga xiloflik qilmagan yoki Rossiyaga jazolash moddalarini yo'lga qo'ygan ahvolda Rossiyaga moliya va iqtisodiy yordam berish, siyosiy, diplomat va ommaviy munosabat jihatda qo'llash usulini yo'lga qo'yib, tuvandagi ishlarni ijro qilyapti. Rakam 17 ga kelib qo'ying. Rasm 17 ga. 17 sahifada.
Birinchi, savdo bo'lsa Xitoyning Rossiyaga yordam beradigan eng muhim sohasi. Xitoy Rossiya bilan normal savdo munosabati saqlashni xohlaydiganligini bildirdi. 2021 va 2022 yil Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi tijorat so'mi jami 300 milliard dollarga yetdi. Albatta, Rossiya bilan Xitoyning nurg'un jihatda cheklamalarga uchraydi. Rossiyaning Xitoyga eksport qiladigan eng chong nisbati bo'lsa neft va tabiiy gaz. Lekin Rossiya neft va tabiiy gazni Yevropadan butunlay Xitoyga yutkash oson emas. Chunki tabiiy gaz turbisi qatorliq yurishlashgan ul asliya kamchil. U yo'q. Xitoymi Rossiyani ba'zi muhim mahsulot va texnikalar bilan ta'minlayolmaydi. Chunki Xitoyda bundaq narsa yo'q yoki Rossiyaga eksport qilsa Amerika va G'arbning jazosiga uchraydi. Ikkinchi, navbatda Rossiyaning barliq tashqi perevod va oltin zaposi taxminan 90 milliard dollarga barobar ekan. Xitoy Rossiyani xalq puliga ega bo'lish usuli orqali zapos saqlash bilan ta'minlashni o'ylayapti. Xitoy Rossiyani xalq puli bilan xalqaro savdo qilishga majburlamoqchi. Xitoy jazolashning ta'siriga uchirmaydigan kasblarga mablag' silish orqali Rossiyaga yordam qilmoqchi. Xitoy Rossiyaning tabiiy gaz sanoatining pay chekining ma'lum prinsipini setib ilib, Rossiya iqtisodini ma'lum darajada kontrol qilmoqchi. Agar Xitoy bu maqsadga yetilsa, Amerika va G'arb davlatlari bilan suhbat qiladigan yangi qurolga erishadi. Lekin Rossiya buningga yo'l qo'ymasligi mumkin. Ikkinchi, Rossiyaga zo'r darajada siyosiy, diplomat va ijtimoiy munosabat tarafdan yordam berib kelyapti Xitoy. Xitoy Rossiyaning urush haqidagi so'zlarini va siyosatlarini qo'llashi Rossiyaning xalq oradagi nom-obro'yini ziyonkashlikka uchrashishini ma'lum darajada yeniklatishi mumkin. Xitoyning hisobida agar Rossiyaga unumli yordam qilib, shuning bilan bir vaqtda o'ziga ig'ir ziyon yetkazishdan saqlansa, boshqa davlatlarmi Xitoyni do'rab qilishi mumkin. Rasm 8ga kelib qo'yman. Buningda 7-bölümde Amerika, Yevropa va Xitoy munosabati, buni keng doirada so'zlab. Birinchi, Yevropa parlamenti 2022 yılı 6. ayının 11. günü 474 ovoz qo'llash, 60 ovoz qarshi turish, 80 ovoz voz kechish bilan Yevropa ittifoqi va Hindi tinch okean bexatarlik raqobati to'g'risidagi doklad nomli dokladni ma'qul qildi. Bu doklad Xitoyni Hindi tinch okeanda Yevropa ittifoqining manfaatiga tahdid ilib keldi deb yozdi. Xitoyning Ukraina, Tayvan, Hong Kong, Sharq Turkiston qatorliqlarga qo'llangan siyosatlari va maydonini tanqidladi. Bu doklad yana Yevropa ittifoqini Tayvan bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishga murojaat qildi. Ikkinchi, Amerika prezidenti Bayden davlat bexatarlik strategiyalik qo'llanmani e'lon qildi. Amerika prezidenti har yil bir qatam davlat bexatarlik strategiyalik qo'llanmasini e'lon qildi. Har qanday bo'ladi. Buni belqini e'lon qildi. Burungi qo'llanmalarda Aqsaray Xitoy bilan Rossiyani teng darajada Amerikaning strategiyalik raqobatchisi deb atadi. Bu yangi qo'llanmani o'qib chiqdim. Qo'llanmada Rossiya bilan Xitoyni farqlantirdi. Rossiyani aniq va darholiq tahdid, Xitoyni dunyodagi birdan-bir yarshar tartibga tahdid paydo qilgan davlat deb yozdi. Amerika Ukraina urush orqali Rossiyaning davlat kuchini texmi ojizlashtirib, Rossiyani harbiy va fan texnika cho'ng davlati degan darajaga tushirib o'tmoqchi. Xitoyning tahdidiga qarshi Amerika o'zining va ittifoqdosh davlatlarining manfaatini birlashtirgan yangi xalqaro tartib o'rnatishni planlayapti.
Bunun orqali Xitoy bilan yuksak raqobat ilib bormoqchi. Rasm 14 chiqarib qo'yinglar. Bir sekund nima? Uni ma'lumotimda Anlatımız ha. Ya. İkinci. Rasm 19'a kelib qo'ying, rasm. 19 İran'da. 19. Amerika 3. Amerika Tamujna ve Chegara Qo'g'dash idorasi 2022 yili 6 ayning 20 kundan boshlab qonun ijro qilib, Sharqiy Turkistondan kelgan tovarlarni tutib qilish, chiqarib etish yoki musodara qilishni boshlaydiganligini boshladi buni. Bu qonun loyihasiga asosan agar bu tovarlarning yasash jarayonida majburiy emgak chetilmaganligini aniq hem işkencelik ispatlanmasa barlıq Şərq Türkistan'dan kelgen tavalarına hemmisi mecburi emgekten hasıl bulgan da qarılıdı ve Amerika karxanları bu tavalarının hemmisini yoki qismini import qilishga bulmaydı da bildirdi. Bu kanun boyunca Şərq Türkistan'da import qilgan barlıq tavalarının zakaz, təminləş zincir, xaritisi ve işlep chiqarishga chetilgan barliq shirkat va amaliy gavdalarni tamojnaga to'liq ta'minlash kerak. Buni har Xitoy hargiz qilmaydi. Amerika savdo vakili Daychi shundoq dedi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti tavasidagi Uyg'urlar va osonliq millatlar diyorida iqtisodiy ekspluatatsiya va kishilik huquq ziyonkashligi yuz berdi. Amerika bu qilmishlarni Amerikaning yarshar ta'minlash zanjiridan chiqarib tashlashga bel bog'ladi. To'rtinchi rasm 20ga kelib qo'yinglar. Rasm 20. To'rtinchi, davlat bexatarlikka munosabat siyosat, savdo va texnikani analiz qiladigan Tor mudofaa xabari. Bu Amerikaning cho'ntur Defense News'ning oshkorlashicha, inglizcha Defense News deydi. Amal turbisi, quyosh energiya taxtasi, chip qatorliq pokiz energiya texnikasining xalqliq materiallarini Xitoydan import qiladi ekan. Oshlar materiallarni yasaganda materiallarni Xitoydan import qiladi ekan. Bu xalqliq mineral moddalar, siyrak yer elementi, litiy va kobaltlarni o'z ichiga oladi. Amerika o'q ishlab chiqarishda ishlatadigan muhim mineral antimony, bu mineralning ismi antimony, butunlay Xitoyga tayin ekan. Bu mineral moddalar Sharq Turkistondan chiqadi ekan. Amerika parlamenti qonun chiqarib, hamda Avstraliya, Kanada, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Koreya, Shvetsiya, Angliya, Yaponiya ittifoqi komiteti qatorliqlar bilan bexatar hamkorlik, hamrolik munosabat tiklab, Xitoyga haddidan ziyoda tayin bilishni hal qilish harakatini boshladi. Amerika Avam Parlament Harbiy komitetining 2023 yillik davlat mudofaa huquq qonun loyihasida Xitoyning ta'minlash zanjiridan ayrilishga foydasi bor tadbirlarni kirgizdi. Qimmatli metal, siyrak yer minerallari va strategiyalik ahamiyatga ega elementlar Amerikaning ta'minlash zanjiri yoki strategiyalik zapas saqlash sistemasiga qaytirib akilishni ta'kidladi. 2011 yildan 2015 oraliqda o'q ishlab chiqarishda ishlatilgan muhim mineral
antomon bu mineral. Antomonning 83% Xitoydan kelgan. Bu Sharq Turkistondan kelgan. Bu Xitoyda yo'q buni. Shu bu unda Xitoyda tarimda ashunday yer bo'ldi ekan bu narsa. 83% Xitoyda ishlagan. 2021 antomonning dunyo doirasidagi miqdorining 55%ni yana Xitoy ta'minlagan. Rossiya 23%, Tojikiston 12%. Asosiy mush o'qlar müşayat ta'minlab chiqadi. Yani buni Amerikalarning o'zi bir chetdan qiyilmay, chunki bu qiyilsa chiqadigan muhitni noit bulg'ib etar ekan. Xalqlarda kasalliklar paydo bo'ldi ekan. Shuning uchun bu hamma Sharq Turkiston hamma o'lganda Xitoyning inkor deysiz. 5. Amerika Birleşme Agentligi Associated Press 2022 yılı 2022 6. günü bergen xabarda Angliya harbiy axborot 5. boshqarmasining MI5 deydi. Boshlig'i Ken McCallum bilan Amerika Davlat Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i FBI deydi Christopher Wray 5. boshqarmaning Londonda baş shtabida birlashma nutq so'zlab savdo va ilm-fan sohasining rahbarlarini ogohlantirib shundoq dedi. Xitoyning Angliya va Amerikaning manfaatiga bo'lgan tahdidi borgan sari kengayotdi. Xitoy Angliya va Amerika shirkatlarining texnikasini o'g'irlab raqobat afzalligiga erishyapti. Christopher Wray yana shundoq dedi. Bizning iqtisodiy va davlat bexatarlikka eng chong va uzun muddatli tahdid Xitoydan kelyapti. Men da'vatgan biz bo'lsa Amerika, Angliya, Yevropa va boshqa jarayonlardagi ish. Bu yaqinqi so'zlar. Mayerda Amerikada va Angliya o'xshayotgan Amerikada davlat ichidagi bexatarlikni saqlaydigan FBI deydi, Angliyada MI5 deydi. Amerikada chet el josuslik ishlarini ipangani CIA deydi. Angliyada MI6 deydi. Bu ikkisini farqi bor. Rasm 21 ga keladi. Mana. 6. 2022 6. ayın 28 günü Amerika hükümeti Xitoyning 5 cho'ng shirkatni Rossiyaning harbiy va mudofaa sanoat bazasini qo'lladi deb savdo qaro tizimlikka kirgizdi. Reuters agentligining xabar berishicha, Amerika savdo ministri Raimondo shundoq dedi. Agar Xitoyning eng cho'ng chip ishlab chiqarish shirkati Zhongxingoji buning ismi yoki boshqa yerim o'tkazgich shirkatlarining Rossiyani chip bilan ta'minlaydiganligi bayqalsa, bu shirkatlar butunlay taqiladi. 2022 12 ayda, 12 ayda Amerika savdo ministrligi tarafdan jazolash tizimligiga kirgizildi. Zhongxinni kirgizdi. Men gayvaqta chip deb ishiltime, gayvaqta yerim o'tkazgich deb ishiltime. Onda ishiltishi Uyg'urcha lug'atda yerim o'tkazgich ekan. Hamda xalqarada Turkiyada hamiyat chip deydi, chip deb ishiltdi. Men bu ikkisi bir ishni da'vatmoqchi men chetda. Amerika savdo ministrligi 2022 yılı 10. ayının 17. günü Xitoyning yerim o'tkazgich sanoatiga qartilgan 3 cho'ng cheklash buyrug'ining ichida eng ajalligi bo'lsa, Amerika pasporti bor amerikaliklar Xitoydagi yerim o'tkazgich korxonasida ishlashga bo'lmaydi degan cheklamiz. Chunki bu cheklash buyrug'i chiqish bilanla Xitoy yerim o'tkazgich korxonalarida ishlayotgan barliq amerikaliklar yoki Amerika tavalligidan voz kechish yoki bo'lmasa darhol xizmatini isbot berish, bu ikkisining birini tanlash to'g'ri keladi. Yerim o'tkazgich shirkati Tayvanning shirkati, dunyodagi eng jiq o'tkazgich shirkatini qildigan shirkati Tayjidianning bosh mudiri Liu Deyingning ko'z qarshida mundaq degan. Ko'z qarshida bundaq qattiq siyosat odatda faqat urush qilayotgan davlatlar o'rtasida yuz berishdi.
Amerika mıncık. Maylık çipni çok, mesela çipni incik işleydiğen Tayvan 55% işleydi, Korea, Yapon işleydi. Bunu kısanda bu manda bir zincirlik. Lekin bu çipni ular işleydi, bunu kesiş doğru geldi. Nay deyilek, nima o kesidiğen maşinlerini Gollandiya işleydi. Ben dedim ki 1 metrini 1 milyardga keseleydi. O Gollandiya işleydi, o Gollandiya'nın o maşinni mangulduğun motorunu Germaniya işleydi. Bularning bu 3 yilsi bular o'zligida bularni mang'uldigan narsa yumshoq detal. Programda yumshoq, o yumshoq detal Amerikada. Shunga Amerikadan bularga so'zi o'tadi. Bu to'rtta mushta bir keldigan narsa. Bu ay dastlabki ashuna laylanganmi yoki texnika ashunda demak o'sha texnika sen ma'no qilib taqsimlanganmi? Ya bu yumshoq detaldan dünyadaki yumuşak detalının 86%'ını Amerika işleydi, başka devletler işleydi. Ben dedim ki aylık Pakistan deydiğen yakın Amerika taraqqi ketip bakan bir var. O neslerini Gollandiyadaki adam icat kılgan. Lekin o Gollandiyada o hükümetinler hiç kim onunla milyar dolar haclap, onu mülçerlep, onunla ya buludu ya bulmaydı da haclaş doğru geldi. Kılanmagan ki Amerika'ya geldi onu. Şimdi Amerika hükümeti, Amerika'daki baylar, hükümetin karnıma, Amerika baylar gaylaşı milyar dolarını saldı, o adı Amerika'ya tabi dünyadaki en taraqqı vatqa, en yeni yumuşak detal aylan. Bunun her kandak dolar setip alsa, o adamı Amerika rejtani muşini yarattı, bu adı C++, Java'laydaydı, adı en yeni taraqqı ketip bakan yumuşak detal, muşu detal buldu, muşu çıkıp gitti de, Amerika haycaydığı adam çıktı. 2022 8 ayın 12 günü Amerika Savdo Ministri Sanat ve Bexatarlik İdaresi İngilizce BIS deb qo'ydi qisqartma. Ilg'or chip ve turbinalik mashinalarini ishlab chiqarishga chetilgan 4 muhim texnikani Xitoyga eksport qilishni chekladi. Bu 4 muhim texnikachi qarang. Elaqa kompyuterga ishlangan bunday bir balvoq bor shu. Aşının işlediğin materyal, onundaki kompüter işlediğin bular bulmasa atom bombunu atanmaysız, sünni emralarını çıkaranmaysız, mürekkep hava rayonlu işlerini kılanmaysız, misail, başlap mağınlığa misail demiş, o bombalarını atanmaysız. Bu ne? 4 nesini Amerika çekilip etti Xitay'dan bütününde. Ben bularla nimisime Dünyaya ta'sir ko'rsatgan 20 formulalarni so'zlaganda, kompyuterni so'zlaganda, Xudoyim ursin, men mushlar ustida ommabop tilda to'xtab o'tib ketmayman. 4ni tashladi. 8-chi Xitoyning Magati, Huawei Amerikaning 8-chi baqa bo'ldi. Amerikaning bir qator jazolashiga uchragandan keyin hozir yerimjan bo'lib qoldi. Huawei 2022 yilining oldingi yerimda sap foizi 50% tuvallab ketganligini e'lon qildi. O'zining e'lon qilishicha, Huawei Amerikaning qora tizimligiga kiritilgandan buyon aqliy iqtidorli telefon kasbi butunlay yo'qolibla qolmay, boshqa kasblarmi ig'ir ziyonga uchradi. Yaqinda Biden hukumati chip qonun loyihasini ma'qullab, Huawei'ni dunyo yerim o'tkazgich ta'minlash zanjiridan uzil-kesil to'saydiganligini aytdi. Mening eng afsuslangan bir yerim bu da Makkaga borganda, shu haramning yinida Huawei'ning bir shirkati bor ekan, rasm tortib, kunda ko'nglim shunday yerim bo'lib ketdi. Shu haramning yinida, shu qilib borsam, piyoda menib ketib borsam, ashada bir binoda rasmini tortib oldim, Huawei'ning shirkati shu yerda bor. Sani Arabistonda bor ekanda Huawei'ning shirkati. Rasm 22 ga kelib qo'yamsiz. Ma rasm kız o'ngayga chiqami. Rasman Yaponiya iqtisod xabarining bu jurnalning ismini Yaponiyada Nikkei deydi. İqtisod xabarining aytishicha, Biden hukumati 2022 yil 10 ayning 7 kuni bir yurish umumyuzlik eksport boshqarish tadbirlarini e'lon qilib, Xitoyning Amerika asboblaridan foydalanib yasalgan chiplarni ishlatishni man'iy qildi. Amerika asbobni ishlasang bo'lmaydi deyapti. Buning bilan Amerika Xitoyga bo'lgan ta'sir kuchini xalq orasida zo'r darajada kengaytirib, Xitoyning texnika taraqqiyot sur'atini va harbiy ilgirishni
ostilitishga tirishyotir. Bir vaqtda Amerika Xitoyning 31 cho'ng shirkatni qor tizimlikka kirgizdi. Bu tadbirlar dunyodagi har qanday davlat Amerika asboblaridan foydalanib yasagan chipni Xitoyga eksport qilishni cheklaydi. Hech kim qilolmaydi. Amerikadan jazosi uchraydi. Növbətdə dünyadakı hər qaysı dövlətlər bulubmu Xitay dərəcədən təşqiri hesaplaş sistemasiga tayinib yadro qurali və başqa hərbi texnikalarını tərəqqi qıldı. Amerika çıxarğan bu tədbirlərin əhəmiyyəti Xitayның bu tərəqqiyatını aldığını aldı. Bundaq bir qatar yeni tədbirlər bəlkім 1990 yıllardan bu yan Amerika'nın Xitayga texnika eksport qilish siyosatidagi eng cho'ng o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu Amerika texnikasini ishlatadigan Amerika va chet el shirkatlari Xitoydan ba'zi oldingi qatorda turgan zavodlar va chip loyihalaguvchilar tadqiqot organlariga qo'llanayotgan qo'llashni uzib tashlaydi. Bu Xitoyning chip ishlab chiqarishini yillar keyniga chekindirdi. Rasm 23 atvalsal ko'tarib qo'ygan rasm 23. 2022-yili 10-ayning 17-kuni Yevropa ittifoqining diplomatiya ministrlari Yevropa Xitoy strategiyasini tangshash yig'ini ochdi. Bu yig'in shunda qarorga o'rtoqlashdi. Yevropa ittifoqi cho'qim Xitoyga qattiq pozitsiya turib, Xitoyni umumyuzlik raqobatchi deb qarab, faqat mumkin bo'ladigan sohalarda cheklik hamkorlik ilib berish kerak. Angliyada nashr qilingan moliya davri, inglizcha Financial Times deydi, xabar berishicha, bu uchrashuv har qaysi davlatlar uchun hujjat tayyorlagan. Bu hujjat Yevropa ittifoqi Amerika bilan zich hamkorlashib, tor mudofaasini kuchaytirib, ta'minlash zanjirini ko'p xillashtirib, Xitoyga tayin nivilishni azaytib, shuning bilan bir vaqtda Hindiston Tinch okeanidagi boshqa cho'ng davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishni taklif qildi. Moliya davrining xabar berishicha, bu yig'in Xitoy o'zgarmaydi, Yevropa Xitoy munosabati iqtisodiy siyosatda umumyuzlik raqobatga aylanadi deb qaragan. Xalqarada raqobatga aylanadi degan so'z dushmanlashdi degan. Moliya davrining xabar berishicha, Yevropa ittifoqi amaldorlari bularni bildirdi. Xitoyning Rossiyaning Ukraina tajovuz qilib kirishini qo'llashi, Tayvanga tahdid silishi, Şangangning kishilik huquqiga zulm qilishi, shundaqla Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishi, bularning hammasi Yevropa ittifoqini ikki taraf munosabatini, yana Yevropa Xitoy munosabatini qaytadan o'ylashtiradigan omillar. Moliya davrining xabar berishicha, bir vaqtda Amerika davlat bexatarlik strategiyasini e'lon qilib, Xitoy eng muhim geopolitika tahdid, xalqaro tartibni qaytadan tashkillashni maqsad qilgan, Xitoyga bo'lgan uzoq muddatlik raqobat afzalligimizni saqlashni oldidan o'ylashimiz deb yozgan. Moliya davrining xabar berishicha, Angliya hukumati qattiq siyosat qo'llanib, Xitoyga bo'lgan maydonni tizdan tangshab, Xitoyni Angliya davlat bexatarligiga tahdid deb to'naydiganligini aytdi. Rasm 24ga kelib qo'ysangiz, barkan. 11. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI boshlig'i Christopher Wray parlamenti Ovam palatasi davlat simin bexatarligi komitetida guvohlik bergan. Xitoy guvohlik berganda Xitoy o'g'irlagan Amerika savdo va shaxsiy materiallari boshqa davlatlar o'g'irlagan umumiy sondan ko'p deb bayon. Butun dunyoning Amerikani o'g'irlagan sonlarini yig'sangiz bir Xitoychilik chiqmaydi. Xitoyning ko'p yillardan buyon har qaysi davlatlarning strategiyalik moddiy
eşyalarını ve açıkçılık karxanalarını pil kurutdak tədrici yap tüketishi yoki bırakla yutuvetish strategiyasi g'arb ellerini uygan. G'arb elleri bas-basda bexatarlikni bana qilib Xitoyga besim ishiltib mablag'larni qaytirib bilishni majbur etdi. Xitoyni bizning davlatlarga mablag'larni akatdi. Kanada 3 Xitoy korxonasining Kanadadagi halqliq siyrak yer elementi tezilma boyliq shirkatiga mablag' silishni ayirib etishni to'g'risida buyruq tushirdi. Chet el mablag' silish siyosatiga mas'ul Kanadaning yenglik yaratish, ilm-fan va sanoat ministri Francois Chamberger shundoq dedi. Davlat bexatarlikka va davlat ichi va sirtidagi halqliq mineral moddalar bilan ta'minlash zanjiriga Xitoy mablag' silib tahdid solganda biz keskin harakat qilamiz. Ukraina bevosita Xitoy aviatsiya shirkatining Ukraina aeroplan motori yasash shirkati Motosich, bu shirkatning ismi Motosichning pay huquqini musodara qildi. Bu Xitoyning Angliya hükümeti Amerikaga ergishib Xitoyning yerim o'tkazguchi qurishini to'saydiganligini aytdi va Xitoyning 2021-yili Angliya yerim o'tkazgich shirkati, bu shirkatning ismi Newport Wafer Fab ni setib olgan pay huquqini setishga majburdi. Ashuni setib olibdi Xitoy 20 chip ishlash shirkatini hozir ashuni setishga jarroh setib majburlab. Rishi Sunak yana shundoq dedi. Agar Xitoy Tayvanga tajovuz qilsa, Angliya Tayvanga qurol yordam beradi. 12-ci Reuters agentligining xabar berishicha, Shvetsariya moliya shirkati Xitoyda turishliq mablag' silish bankidagi 2/1 va tadqiqot bo'limining 2/1 xizmatchilarini ishdan bo'shatdi. Shvetsariyaning bu tadbiri Amerika davlat bexatarligi maslahatchisi Jake Sullivanning 2022-yili 9-oyda degan so'zi bilan o'xshash bo'ldi, o'rtoqlashdi. Bular birlik keldi. Jake Sullivan shundoq degan. Amerika agar faqat fan texnikada yenglik yaratishga tayinib raqobat qilsa, Xitoyni mag'lub qila olmaydi. Amerika chuqum barliq vositalarni qo'llanib, raqibini tizginlab, iqtisodda raqibiga imkon qadar ko'p ovorchilik tug'dirishi kerak. Hozir Amerika ashuna chiplamas hamijatdan qilyapti. Rasm 25-ni sal ko'tarib qo'ysangiz. 13-chi Amerika chip eksportni boshqarish yangi tadbirni o'ttirga qo'ygandan keyin Yaponiya chip ta'minlaguvchi Frogtech, bu shirkatning ismi Frogtech shirkati ta'minlash zanjiri va zavodlarni qayta tashkillashga boshlab, Amerika bozoriga kirish va Xitoy bozoridan chiqib ketish strategiyasini boshladi. Yo'lga qo'yishga boshladi. Masalan, 2022-yil 11-oyda Xitoy Yaponiyaning chip yasash shirkati shu Frogtechni Amerikadagi chip ta'minlaguvchi shirkatlar Xitoyga ta'minlashni to'xtatgan mahsulotlarni ta'minlashni talab qildi. Biroq muvaffaqiyatga qozonmadi. Yaponiya buni rad qildi. Angliya moliya gazetining xabar berishicha, bosh shtabi Tokiodagi Frogtech guruhining bosh ijroiy boshlig'i He Shanghan munolarni bildirdi. Amerikadagi LAM tadqiqot, LAM Research, bu bir shirkatning ismi, LAM tadqiqot qatorliq qo'llanishchan materiallarni ta'minlaydigan shirkatlar Amerika xaridorlarining talabiga inkos qaytirib, ishlab chiqarishni Xitoy chegarasi sirtiga kengaytirishni tezlatyapti. Amerikaning yo'lga qo'ygan chip cheklamasi xalq oradagi tadqiqot va qo'llanishchan materiallarni ta'minlaydigan shirkatlarni Xitoyning chip yasash shirkatlariga asbob setish va mulozimat ta'minlashni to'xtatishga majbur qildi. Bu Xitoyning chip
bu Xitoyning chip yasab chiqish iqtidorini yillar chekindirib qolmay, Xitoy iqtisodiga zo'r salbiy ta'sir ko'rsatdi. Misali, yuqorida so'zlab o'tgan Yaponiyaning Frogtech shirkati chip ishlab chiqarishda ishlatiladigan sopil va silistli materiallarning 80%ni Xitoydan keladi. Hozir bu materiallarni sirtdan izlashga tirishyapti. Rasm 26ga kirib qo'ysangiz. Mana qisqa bir yer qo'ydim. Ikki okeanda Amerika va Xitoy raqobat strategiyasiga nazar solaydi. Amerika 2021-yildan boshqa ikki okean strategiyasi amalashtirishga boshladi. 2021-yilda Amerika Yaponiyani Germaniya bilan zid axborot ittifoqi va harbiy hamkorlik o'rnatishga ilhomlantirdi. Germaniya harbiy paraxoti dengizdan o'tib Yaponiyaga kelib, Amerika Yaponiya Germaniya harbiy manevrga qatnashdi. Angliyaning Elizabeth nomli aviamatkomi bir flotni boshlab Yaponiyadagi birlashma manevrga qatnashdi. Gollandiya bir harbiy paraxot avatdi. Fransiya quruqliq armiyasimi Yaponiya dengiz armiyasining quruqliqda jang qilguvchi qismi bilan birlashma orol talashish va orolni tortib olish manevri o'tkazdi. 2021-yildagi eng muhim bo'lgan ikki okean strategiyasi taraqqiyoti bo'lsa, Amerika, Angliya, Avstraliya ittifoqining qurilishi. 2022-yili Amerika va ikki okeandagi ittifoqdoshlarning harakati davomli ko'paydi. Bu Amerikaning Osiyo bilan Yevropa ittifoqdoshlarini birlashtirishdagi bir yurish yangi strategiyani rivojlantirayotganligini namoyon qildi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Shimoliy Atlantik ahdiy tashkilot boshliqlar yig'iniga qatnashib, tarixdan buyongi Shimoliy Atlantik ahdiy tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashgan tunji Osiyo davlatlarining doisi bo'lib qoldi. Bu taraqqiyot boshqa Osiyo Tinch okean rayonidagi davlatlarga tasavvur bo'shlig'i ato qildi. Rossiya bilan Ukraina urush portlagandan keyin Germaniya bilan Yaponiya o'zlarining davlat bexatarligini kuchaytirib, o'zaro texmi quyuq bexatarlik va axborot hamkorlikni ilgari surdi. Amerikaning Hindiston Tinch okean bosh nazoratchisi Kurt Campbell va Osiyo bexatarlik kengashining oliy direktori Laura Rosenberg 2023-yilda Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindiston 4 davlat yig'inida Angliya amaldorlari bilan maxfiy suhbat ilib berib, Amerika agar Xitoy bilan urush qilsa, Angliya o'ynaydigan roli haqida muzokaralashdi. Bu maxfiy hozir oshkorlandi. Amerika prezidenti Biden 2022-yili 5-19dan 2022-yili 5-ayning 24-kunigacha ilib borgan Osiyo safarida Yaponiya, Koreya bilan yuqori fan texnika tadqiqot ittifoqi qurish va Xitoy bilan Rossiyaning kasb ta'minlash zanjiriga kirishning oldini olish haqida so'zlashib qolmay, Hind Tinch okean iqtisodiy qurilmasi o'ttirg'a chiqarib, Yaponiya, Koreya, Fiji qatorliq 14 davlatni bu iqtisodiy qurilmasining ichiga kirishni taklidi va buningdan keyin texmi ko'p Osiyo, Yevropa davlatlarining bu qurilmaga kirishni umid qildi. Rossiya bilan Ukraina, Rossiya bilan Xitoymi bekor yotmadi. Biden Yaponiyani ziyorat qilgan mezgilda Xitoy bilan Rossiyaning dengiz armiyasi Yaponiyaning dengiz tavallikda birlashma manevr o'tkazdi. Xitoy Solomon taqim oroli bilan bexatarlik hamkorlik kelishimini imzolab qolmay, hamda nurg'un Janubiy Tinch okean oroli davlatlari bilan 70 necha turlik ikki taraf kelishma imzoladi. Janubiy Tinch okean shubsizki Amerika bilan Xitoyning raqobatlashishiga yangi jang maydoni bo'lib qoldi. Buningdan boshqa Xitoy harbiy aeroplanlari Kanada bilan Avstraliyaning Charlash aeroplan
aeroplaniga yaqinlashib ig'vorchilik qildi va bu harakatlari barg'ansari zo'rayotdi. Bu tuyuqsiz urush bo'lish nisbatini oshiryapti. Amerikaning ikki okean strategiyasi qachon Amerikaning ikki okean strategiyasi qancha Rusya bo'lgan sari Xitoy bilan Rossiyaning qarshi harakati shuncha kuchayapti. Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh davlatlar bilan Xitoy Rossiya o'rtasidagi to'qnashuvning temperaturini tuvallatishga hech kimning ishtihosi yo'q. Bu temperatura yuqorilab ketib bordi. Mening bugun so'zlaydiganim shu. Men yakunni so'zlab o'tay, yakunimni oxiriga chiqarib o'tay, undan keyin savollarga javob beray, bo'lmasa oyoqlashtirib yakunlab o'tay. Yakun, conclusion. Bugungi nutqim. Amerika Xitoy iqtisodiy savdo munosabati davomli ayriliyotir. Növbətdə 633 Xitoy korxonasi Amerika tarafidan qor tizimligiga kirgizildi. Bunun içinde Xitoyning chip kasbi eng chong zarbiga uchradi. Huawei, Zhongxin Goji, Changjiang Sunzhu, Shanghai Weidian qator shirkatlarni ichiga olgan hammasi Amerikaning tozalash tizimligiga kirdi. Biden hukumatining Xitoyga yurgizgan fan texnika jazosini Amerikaning 30 yildan buyongi zo'r strategiyalik tangshash deyishga bo'ladi. 2023-yili Amerika eksport boshqarish tizimini yanada kuchaytirib va kengaytirib Xitoyga qarshi lishishni kuchaytirdi. Hamda 2023-yilda hamda Xitoyga eksport qilish cheklamasini kengaytirib, sun'iy aqliy iqtidor, biotexnika, kvantlik hisoblash va ilg'or pokiz energiya qatorliq sohalarni ichiga oladi. Amerika bilan Xitoyning yuqori fan texnika aloqasining uzluksiz ayrilishiga ergishib, Xitoy borgan-sari yolg'iz qoladi. Amerika Savdo ministrligining strategiya qilishicha 2022-yil 12-oyning 16-kunigacha Shangangni o'z ichiga olgan 633 dan ortiq Xitoy shirkatlari Amerikaning tozalash tizimiga kirgizilib, prinsip jihatda Amerika korxonalarining mahsulotlarini Xitoy korxonalariga eksport qilishni chekladi. Hatto Yaponiya qatorliq Amerikaning texnikasini ishlatgan 3-chi davlat korxonalari Xitoy korxonalariga eksport qilishni chekladi. Diqqat qilishga arziydigini Amerika Xitoyning chip kasbida umumyuzlik zarba beryapti. Amerikada nashr qilingan siyosat inglizcha Politico deydi. Yaqinda uzun maqol e'lon qilib, Amerika Xitoy savdo munosabati 2018-yili Trump davridan boshlanib, ikki tarafning 5 yillik munosabati nacharlashish musofasini analiz qilib shunday yozdi. Biden hukumatining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi o'zgardi. Hatto Oqsaroy Xitoyning mustaqil yenglik yoritishini davlat bexatarligiga tahdid deb qaraydigan bo'ldi. Bu yomon kuchlikda Xitoy bir yenglik yaratishni Amerika tahdid deb qaradi. Amerika Xitoy iqtisodiy savdo urushi boshqa sohalarga kengaydi. Amerika Xitoy iqtisodiy savdo urushi boshqa sohalarga kengayamdi degan savolga javob berib, maqol mundoq yozgan. Biotexnika va pokiz energiya bo'lsa, Amerika har qanday ahvolda Xitoyning oldingi o'rinda turishga ruxsat qilmaydigan ikki cho'l kasb. Amerikaning nishoni aniq. U bo'lsa Xitoy bilan raqobatlashib qolmay, yana Xitoyning taraqqiyoti va zo'rayishini cheklash. Washington aql ombri strategiya va xalqaro tadqiqot markazining analiz qilishicha, Biden hukumati Xitoyga bo'lgan eksport cheklamasini sun'iy aql iqtidor, biotexnika, kvantlik hisoblash va ilg'or pokiz energiya qatorli sohalarga kengaydi. Amerikaning qo'rshovini buzish uchun Xitoy yuqoridan tuvanga safar qilib 1 trillion xalq puli ajratgan bo'lsa-mu, butunlay mag'lub bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, Xalqaro pul fondi tashkiloti IMF, men burungi so'zlashda bu IMF'niki
bütün haltını sözlep ötkenmen. Direktörü Kristalina Georgia şundak diyen. Xitayning kelgüsi neçe ayda yeni tacısma virüsten yuqumlashish soni o'rmon o't optidek o'rilishi mumkin. Bu Xitoy iqtisodiga texmo zarba berdi hamda dunyo iqtisodining eshishiga ta'sir ko'rsatdi. Xitoyning 2022-yillik eshishi faqat dunyoning o'rtacha eshidan tuvan bo'lishi mumkin. Hozir Afrikada bo'lib qoldi demakchi. Xitoyning zavolliqqa yuzinishidan qechib Xitoy zavolliqqa yuzinishdan qechib qutulolmaydi. Kelgusi necha 10 yilda Xitoy nüfusi manfiy oshidi hamda nüfusi qerib ketadi. Xitoyning xalqaro munosabati intayin nachar. Amerika va Yaponiya davomli Xitoyni qorshab to'sayotdi. Xitoyning iqtisodiy qurilmasi sog'lom emas. Sijil taraqqiyotga amalsiz. Xi Jinpingning nol siyosati bo'lmasimi? Xi Jinpingning nol siyosati bo'lmasimi? Xitoy iqtisodiy yanla chekinadi. Xitoy tuzilmasida davlatning ichki sarfiyoti uzluksiz bo'lib, davlat kuchi va moliya kuchi zo'r miqdorda eqib ketdi. Armiyada yetarlik yoshlar yo'q. Harbiy sanoati G'arb va Amerikaning sur'atiga yetolmaydi. Armiya jangovarligi tez suratda yo'qoladi. Xitoy qarmoqqa kuchli ko'ringan bilan amaliyotda u zich quluplangan zanjir tuzumi. Bir halqisi bo'shliqlar balkim butunlay vayron bo'lishi mumkin. Xitoyda cho'ng vayron bo'lish alomatlari hozir barg'ansiri ro'shanlashyapti. Shuning bilan mening bugun sizlarga so'zlaydiganim tugdi. Savol bo'lib beray, bo'lmasa oyoqlashtirsak. Ko'p rahmat. Bu izlanish biroz keng doirali ekan, biroz sanspirlarni aytdi, istikoli tutqunolmaydigan bo'lganligi uchun savolni dil vaqtida chiqarib bo'lmasa otlabida kutib qolsa keyin ulgurib olmaydigan ba'zi mumkin bor biroz. Chunki haqiqatan Yevropa, Xitoy va Amerika munosabatlari, ya'ni 3 davlat dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan 3 nuqtaninki o'zaro munosabatlar bo'lgandan keyin undaqda madad nim qilasiz? Sizning mushu tema ostidagi ilib bo'lgan muloyizingiz, kuzatishingiz qarta mushu 2023-yili bizga qanday ta'siri bor yoki bizga qanday bir fursat nimalarni keltirish mumkin bu xil munosabatlar? Uyg'urlarga deymiz-ku, Uyg'urlar. Qara, bu munosabat dunyo munosabat degancha qarang. Iliqi o'zingiz fursat bo'ladi. Uningga intilsiz. Iliqi Yahudilar bir gap borki, sen dengizga kechish qarab tursam, u yoq o'tmaysa deydi. Chuqum suvning ichiga tushsa deydi. Biz Uyg'urlar hozir masalanga oldin kuni Amerikada hozir shunchalik oson bo'lib ketdi, alfidarlar, Xitoylik Blinken 5-yil tashqi ishlar ministriga bordi-ki, ashaga ashning Blinken va ko'rishman deb kirib ko'rishib chiqoldi. Shunchalik oson bo'lib ketdi Amerikada. Masalan, hozir Amerikada qonunda iliq bir ashla bo'lyapti. Gap shu Uyg'urlar hozir bizdan nima qilishimiz to'g'riliq bunda bir aqllar ombiri, bunda bir tuzilgan bir nima yo'q bizda-chi hozir. Hammamiz o'zimiz bilgan sanamga o'ynayapmiz. Hammamiz o'z davlatimiz, xalqaro birlikda bunda qilgan bir nima yo'q bizda. Shunchalik bu vaziyat endi Uyg'urlarga kelgan vaziyat Ukrainaga kelgandan shunchalik ilaqa qo'llash darajasi yuqori desangiz bo'ladi-da, endi xalqaro. Endi arab davlatlarda ularning alliqa deb ular o'z manfaatiga qarab ish qildimi. G'arb davlatlarida shunda cho'ng hozir Oqsaroylarning Amerika parlamentlar har bir qarorida Uyg'urlar bor. Endi bu hozir Uyg'urlarda qarang, har qanday narsada bir yetakchi bo'lmagan narsa qarang. Oxirga chiqmaydi. Oxir xalqlar bor, pul bor, mablag' bor, bir yetakchi chiqmagan ya biz Uyg'urlarda bir yetakchi narsa yo'q hozirgacha. Amerikada nachisi bor, qilgan. Uningdan bir iliqi bizningki intilgan nishonimizda birlik yo'q.
Bizning intilganimiz mustaqil degan bu ongni intayin kirgizgan paytda bizni hozir nurg'un yerlarda ko'tarilgan shuarimiz irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan shu. Bu shuar qaramaqa nayt kuchli. Amaliyotda nurg'un yerda biz Uyg'urlarga mustaqilga nayt ziyonkashlik. Bizlar diqqatimizni chechib yetadi. Bu bir har qanday bir ishni qilganda aniqlik bering. Irqiy qirg'inchilik deganning aniqligi yo'q. Irqiy qirg'inchilik to'xtat degan nima degan gap? Qachon irqiy qirg'inchilik boshlandi? Shimsayda necha yuz ming boshlangan o qilyapti. Unda irqiy qirg'inchilik qanday to'xtadigan bo'ladi? Azroq xalqlarni qaytarib olsak to'xtagan bo'lamdi. Biz mushunda aniqsiz bo'lmagan narsalar bilan aniqligimiz bor narsalarni yo'qitib kelyapmiz. Zulmga irqiy qirg'inchilik bular hammasi men bunaqa so'zlaganlar, bular hammasi zulmga qarshi harakatlar. Mustaqil hareket emas. Bizning ideologiyamiz mustaqillikka kammidi. Mustaqil ideyasi hozir bağlamı nait aciz ondaq ideyalar bularni zarba berib ketib bordi. Elaka Xitoylar men 36 yili so'zlagandim-ku, chaqni o'tni al dushmanga soldi, chedoshon deydi. Amaliyotda mushular mustaqil ideyamizga Xitoyning pichig'i bo'lib, mustaqil ideyamizni kesyapti. Biz o'zimizni ichidan qurib ketib bormizda, mustaqil ideyaga biz ashyaga birlikka kelsak bo'ladi. Bizning shuarimiz ashining muxlasli bo'ladi. Musha har qanday, masalan, bir odamlar bunday gapni anglamaymansa, anglamasin. Bir anglamasin, az kundiga anglaydi. 2 kun, 3 kun, 3 kunga anglaydi. Anglatish bizning vaziyatimiz. Bizning mushu vaziyat mushunda, dunyo mushunda yaxshi vaziyat ketib qolganda, mening ansiraydig'im hozir yana quruq qo'l chiqib ketish ehtimolimiz, bir natija qozish ehtimolimiz cho'q. Yani quruq qo'l chiqib ketib qolmasmish. Yo'q, hozir men eng mush nim qildig'ini iliqi, menga nim qildig'ini irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan bu shuar. Bu shuar qarab kuchliq, haqiqatan irqiy qirg'inchilik haydayapti. Lekin bu shuar bizning mustaqil degan ideologiyasini eng keskin qirayotgan shu olmush. Bizning diqqatimizni chechib bordi. Bizning haqlarga bo'lgan talbimizni diqqatib bordi. Biz bir yerga mustaqillik deganni demayapmiz. Irqiy qirg'inchilik deyotgan tizimlikini berayotgan, o'layotgan odamligini, o tizimligini qanday berib ko'rsatdi? Men hisoblab baxtim. Uyg'urlar masalan irqiy qirg'inchilik bo'lsa, hozir 50-60 million odam bo'lib ketishi mumkin dedi. Masalan, menda hisoblam. Men oddiy hisobla Bizning ota-onalarimiz hammasi 50-yilning oldi va keyinda to'y qilganlar. Doğru mu? Şu an siz kaçı bala, sizler kaçı bala uyda? Biz 4. Biz 5. O merkezini bir uyda, hesapla baksam 7, 4. Ortak hesapta şu vakti toy kılan adamların ailesi 5'tin balı bu. Şu ata-analarımız, biz toy kılan nevirlerimiz hepsini hesaplısa, hazır şu bir aile, şu vakti 2 adam, hazır degende 30 adam aylandı. Az degende, nevirlerini hesaplısak, çevirlerini hesap. Doğru mu? Yani o tahminatı 30 adam. 45. yılı Şimşek devirde Şarkı Türkistan'daki Uygurların sani 4,7 milyon deptike. Vakti yıllar baranmaydı. 5 milyon da. 45. yıl. Hazır şu 2 adam 5 milyon 6 deste, 35 milyon 7 deste boğan bolsa, şu 5 milyon adamın 6-7 evvelsiniz hazır degen bizning Uygurlarning sani manda aytsanız 50-60 milyon bo'lib ketsa oldu. Az deganda 30 milyon adam yerlik millatga qarshi, bölgünchilik qarshi, bolalarni tug'ut doktor o'ldirish, irqiy qirg'inchilik, zaharlab o'ldirish, har xil o'ldirishda 30-40 milyon odam o'lib bo'ldi. Siz irqiy qirg'inchilikni qachondan boshlandi deysiz? Musha turmaga sepib qo'ygan irqiy qirg'inchilik boshlanganmi? 30-40 milyon odam musha danda tadrijiy qirg'inchilik qilib kelgan odamlar irqiy qirg'inchilik mush keldi desak bo'ladimi? Shunda bu irqiy stop genocide, irqiy qirg'inchilik to'xtatish degan bu savol qaramaqa kuchli bir yerga deydiganda ekanlar, amaliyotda bu savolniki nihoyat hozir bizga ziyonkashligini aytdi. Bizning ideologiyani har qanday ishda qilsangiz, avval bir nisha uydan chiqib bir yerga boraman desangiz,
Avval siz nega borman deb uydan chiqib aytmaysiz, avval nishonni bekitasiz. Nishonni bekitib, endi qaysi yo'lda mangdiganligini siz belgilaysiz. Shunga o'xshab bizning hozir menimcha eng chong masala mushu masala. Yaqinda qahar barat chiqmasmi Xudoyim bo'lsa, mushu qahar asos so'zlaydi, mushu aholi masalasida bir chiqmoqchi, shu vaqtda bu to'g'riliqni so'zlaymiz. Shu masala kelganda bizning eng meni ansiraydigan boshqa masala emas, xalqlik masala. İlk mavzudunun bir gibi var, ilk Wang Jusbaylık aramında tutsanglar halka deyken İngiliz Uygurcasını sözleyemeymeyin. Aslında o şey en mühim mesele. Muşun tutsaymış çıkıp müstakillikten sözleme avatımız. Ben aşı meseleden ensireyim. Biz ya muşu peytte aşını eklenmesek yani kuruk kıl çıkıp gitimiz. Kalan hemmi şuarlar ilk sopunun küpiki. Vurulup çıkıp gidiyordu. Olumsuz. Kiçik vaxtımız bir tepişmek battığı, keçil qarasam bir sandık ok, ettiğini qarasam hiç nimi yok diyen. Ne şunu işte. O nimi o deydi. Şu hazır şu müstakillik iddialar olsun ya ilgili şu yokluktan barlıkka kelip bugün güne kadar terakki kıldığın cemiyet teşkilatdaki aktivistler ya siyasi faaliyetçi lobbyciler olsun hemmisi ortak e'tirof qilgan masala xalqqa ommaviy asosni hozirlash, xalqni uyg'otish, safarbarlikka qo'zg'atish, xalq kuchidan foydalanish deganni e'tirof qildi. Ammo ta'til o'yinlayotgan o'yin nima, ta'tilayotgan narsa nima desa, hammasi kuchini, nopusini tashqi davlatlarninki, tashqi kuchlarning e'tirof qilishidan o'lchyapti. Asli energiyani o'zining xalqidan olsa, qo'llashni hamma narsa. Xalqiga kuchsa, xalq umumiylik uyg'onsa va xalq kuchaysa, o'chada biz o'ynaydiganlarning ko'zlarining qimmat ochgan bo'ladi. Hozir bu jihatda xalqqa ajr qilish, tas, jafoliq, oson ko'rilmaydigan jillijiq shug'ullik uchun uninglar haqlashganga mador yetmay özünü qo'llaydigan, azroq qiyinchilik varını beshinchi silab turib cho'risidan ketmaydigan Appa xo'janiki o'nir bilan tutib turib atrofini tutgan bilan amaliyotda hal qilg'uch shaklda bir o'sish xarakterli bir narsa o'tirg'i chiqolmayotdi. Buning shu sababi yildiz yo'q, shoqqa yamish bor. Bu jihat bizmi deb kelyapmiz, ekran orqali olsun yoki boshqa fursatlarimizda, inkaslarımızda olsun ifodalab kelyapmiz. Endi mening bugungi tema munosabati so'g'an narsam shu edi. Ya'ni bizga qanday fursatlar beradi berdi shu munosabatda. Amerika, Yevropa, Xitoy orasidagi munosabatlarda bizga qanday fursatlar bor edi demoqchi edim-da. Siz yana asli biz o tutishga bog'liq, tutalg'idek narsa yo'q bizda demoqchi. Fursatni berib bo'ldi, bizga butun fursatni olib, biz xalqaro biz talab qilgan barliq fursatlarni yoritib bo'ldi. Yana nim fursatni talab qilsa siz deb turibmi? Hamma fursatni yoritib bo'ldi. Biz shu dengiz oldimiz shu butun fursatni xalqaro hozir buning degan aqchi mush fursat ekansa, bundaq fursat mangu kelmasligi mumkin. Hech bo'lmaganda bizning hayotimizda bütün fursatni yoritib bo'ldi. Xo'sh, ma'qul. Undaqda sizcha bugun biz nima qilishimiz kerakdi? Menda birinchi bizning ideologiyat birlik kelishimiz kerak. Bu ishma. Qarang, har qanday ishda xalq umumiylik uyg'onmaydi. G'ini Batullah inqilob qilganda tog'dagi 5-6 odam keyin haqli. Har qanday ishda, har qanday millat davoda siz işte 5%, 10% odamlar har qanday ishda ilhamlandı aldığı için qağa adam kin hareketiniz rivojlananda erişidi. Mecburi yoki ixtiyori. Har qanday davlatda. Uyg'urlarning asosiyatda masalan hamma davlatlar bir 5% odam o'g'anda ha deymiz. Shuni uning ortiq uyg'onmaydi, uning ortiq mangmaydi, tuydi. Har qanday bu davlatlarning shunda bo'ladi. Endi shu bir mening deydigan hamma yerda shu mustaqil ideologiyat birga kelayli shuningda mushu fursatdan foydalanib, mush dunyo bergan fursatni bizga buningdan jiq fursat kelmaydi. Bak xalqaro buningdan jiq vaziyat bizga yoritib bermaydi. Çünkü bu vaziyatni eng chekiga yetib bo'ldik, yoritib bermaydi. Endi uya qurol avitib o har qanday dengiz okeandan
eng jiroq bo'lgan yerga qurolli askar avtib bu ishni qilmaydi. Biz o'zimiz endi bu siyosatlar qanday mush vaziyatdan foydalanamiz, yana qanday fursat emas, biz qanday foydalanamiz degan mayoq qo'ysak bo'ladi. Bu fursat bo'ldi, tugdi, fursat yaratmaydi, yana nim fursatni talab qilamiz. Ben umudim. Ben ko'rmagan ne bu aqlli jiyonlar her to'lig'i strategiya talabı yana nim fursatlarni yaratish uchun ketib bordi ular uqmayman, yana nim fursatlarni keyinda qo'g'ilishib ketib bordi umudim. Ular endi ben bu ko'rmagan bir narni ko'rsa menga deb bersa men uqmadim. Fursat yüz bo'ldi biz mening ko'z qarshimda. Asli fursatning ma'nosi qo'lingda bor narsa, ilkingda bor narsa deyiladi, ammo bizga hozirgacha fursatninki izohati yoki iste'mol ma'nosi avo deb yiroqdan ko'z tushib keldi. Ya, fursat bor narsa degan qo'lingda bor narsa emas. Oldingda bor narsadan foydalansa, har qanday odam shu foydalanib, shuningda yetak. Bizda shu deyman-ku, eng ozi bir mustaqil, uningki bizda o'sha dunyo Uyg'urlarga bir yakilgan bir birlik aqllar ambiriya birlik tashkiloti yo'q. Bu bo'lmagandan keyin siz nima qanday bir ideyani chiqarsangiz, men tashkilot unga qo'shilmaydi, qarashtirib. Açıkçası o kadar hemimiz özümüzün menfaatini kollaymayız. Onun ki hemimizin gaylarının ançı-mıçı iktisat menfaati var. O mesela bu Uygurlarının zulüm, ırkı kırgınçılığı gay bir adamlar iktisat payda yarattı. Ular onundan kılıştan kalmaydı. Lekin ular sakinini egallab oladi. Şunun bilan muş ma'lumotlarni için tugaydi. Bizda bir ideologiya birlik, bir özümüzde bir xil ideyaga bir tashkilot bo'lmagandan keyin Muşu laylab yurmiz. Şuңашqa meni deyman-ku, men mushta qarab baqsam, bizning budaq fursatdan neliqi quruq qo'l chiqib ketadigan ehtimolimiz o yiliqi, buningdan bir natijaga erishish ehtimolimiz chiq. Men haqlarni ko'ngilni beoram qiladigan gapni jiq qilaman. Xayr. Aldığımız fursatlarda inşallah yana erken söhbət yoki mo'l düşüş qarashlar. Bularni Xudoyim bo'lsa, neminingki kimga qarshini 3-qismda bu to'g'riliqni to'xtab qolamiz, Xudoyim bo'lsa. Okay. Bo'ladi. Maqla ko'p rahmat fikayimiz. Bo'ldi, sizga ko'p rahmat. Inshaalloh aldığımız fursatda yana tekrar görüşürüz. Aman bo'lamiz. Ma'qul, Alloh rahmat. Muhtaram qarindoshlar, bugun program bu kadar bo'ldi. Ya'ni Mevlana Yasin efendining taqdim qilishida neymiş bilme Avrupa, Amerika ve Xitoy orasidagi munosabatning 2022 yili o'tgan yili ve bu yilgi ehtimollarga aloqador ko'chishi analizi, mulohazasini taqdim qilib bergan bo'ldi. Program aloqador taklif yoki tanqid yoki savollaringiz bo'lsa, imkon qismiga yozsangiz, qarindoshlar, oldimizdagi fursat ilib turgan suhbatda qimmatga qarab turib oldin javoblashtırışımız. Dostlar tavsiya qo'yinglar, o'zaro qo'llash orqali bir-birimizga hamdam bo'lish orqali yordam qila olamiz. Yana bir qatimliq fursatda yangi programmalarda tekrar ko'rishguncha sizlarni Janob Alloh topshirdi. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.